balandroq, tezroq, ko'proq hamma joyda. Bugungi bizning mehmonimiz tarix bo'yicha mutaxassis, tarixchi Javohir aka Quvvatov. Yirik hayvonlar urushsa, jabrini mayda hayvonlar ko'radi. Tarixni o'rganayotganimizda, qanaqadir manbadan o'rganayotganimizda o'zi qanaqa qilib xulosa chiqarsak bo'ladi? Bu rostdan bu narsa bo'lganmi yoki yo'qmi? Yuzingizga qon sachrab turgandagi harakat ko'p narsani hal qilganda. Avjiga chiqqan, ya'ni O'zbekiston o'zbeklari uchun. Senga hech kim qilib bermaydi nonushta, foydasi bo'lmagan va bo'lmaydi nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan, qo'rqim bir umr bitta o'rinda qolishdan. Asoschilar podkasti navbatdagi soni. Bugungi bizning mehmonimiz tarix bo'yicha mutaxassis, tarixchi Javohir aka Quvvatov. Ular haqida qisqacha fakt. Bizni hamkasb bo'lganmiz, ya'ni bitta maktabda ishlaganligimda Javohir aka meni hayotimda, ya'ni HR meni tajribamda eng zo'r hire bo'lganlar, ya'ni eng zo'r topilgan xodim. Chunki ingliz tili va matematika hisoblashgan maktabda o'sha o'quvchilarni fikrlari bo'yicha yilning eng zo'r ustozi lavozimga ega bo'lganlar va ko'pincha odamlar, ya'ni ingliz tili bilan matematika kirishdan ko'ra ko'proq ularni tarix bo'yicha leksiyalarini eshitishni xohlashardi va mazza qilishardi. Shuning uchun ham do'stlar, tadbirkor bo'lishiga qaramasdan bugun tarixga chuqurlashsak va qiziqarli suhbat qursak. Assalomu alaykum Javohir aka. Assalom. Xush ko'rdim. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Ko'rishib turgandan xursandman. Meni ham bitta qo'shimcham bor. Birinchi suhbatimdagi eng yaxshi 4 ta ichardan bittasi. Yo'g'i. Ha. Nimadan kelib chiqib? Birinchisi funksional yondashganimizda borganimiz yarim soat vaqtim bor. Menda ikkita imkoniyat bor edi. O'sha vaqtda ikkita ishda turdim. Ha, va men sizga o'sha vaqtda aytganimda, bo'ldi zo'r. Men aytdim, yo zo'r emas. Meni hozir yo bo'ladi, bo'lmaydi degan gapni ayting, chunki men hozir boshqa ishga ham borishim kerak suhbatga. Va tanlovni birdan qilishim kerak deganda, men sizni qanoatlantiradigan oylik beraman, agar yaxshi bo'lsa keyin oshadi degandingiz. Shu meni qoyilishga sababchi bo'lgan meritda. Bu shu uchun aytaman. Merit keyinchalik menda tramplin bo'lib berdi. Tramplin bo'ldi. Tramplin bo'lib berdi. Zo'r. Xo'p. Menimcha mutaxassis bo'lishga eng muhim omil bu kasbni sevishtirdi. Siz, men bilaman, o'zingiz kasbingiz bo'yicha har kuni yangi narsalarni o'rganasiz. Turk tilida, o'zbek tilida, ingliz tilida shu har xil manbalarni ko'rasiz va menga shok bo'lgan narsa, siz boshida, ya'ni biz ko'rishganimizda bitta bir nechta yengillik beryapsiz tarix bo'yicha. Chunki o'zimda ham qiziqish bo'lgan. Tushunishlik uchun birinchi aytgan narsalari, ya'ni qayerdandir suhbat boshlanib qolgan, Tomaris va Shiroq haqida gap ketgandi. Ya'ni bu fake deganmidingiz? Qanaqa boshlangan edi? Shiroq masalasida ketganda bu noto'g'ri ma'lumotdi. Ya'ni Shiroq afsonasi bu o'z nomi bilan afsona, lekin buni real hayotga o'girib yuborishgan. Qo'pol qilib aytganda, undan romantizatsiya sifatida foydalanishgan. SSR hokimiyati kirib kelgandan keyin tabiiyki ishchi, dehqon va soldatlarning hokimiyati bo'ldi, askarlar. Shunda askarlarni ruhlantiruvchi narsalar tariximizda ko'p. Dehqonlarni ruhlantiruvchi va ishchilarni ruhlantiruvchi bir g'oya kerak. Ya'ni hokimiyatga sizlar loyiqsizlar degan mafkurani tushuntirish uchun Shiroq afsonasi ideal tushib qolgan. Sabab Shiroq o'sha chorvador qo'yib boqadi va butun saklarni hayotni saqlab qolgan obraz qilib ko'rsatilgan. Lekin bu real hayotda uchramaydigan narsa. Nimaga desa, chunki 519-yilda Dorobir saklar ustiga hujum qilgan bo'lsa, Dorobir 486-yil milodiy o'lgan, miloddan avval. Orada katta raznica bor. Agar Shiroq afsonasiga tushunayotgan bo'lsak, Dorobir o'lish kerak edi. Ya'ni o'lmagan. Bu Paleyanda Harbiy hiylalar degan kitobida kirgizilib ketilgan bitta personajni qo'pol qilib aytganda mahalliylashtirib motivatsiya berish uchun topilgan fikr edi. Va bu o'sha vaqtda zo'r yegan. Ya'ni o'sha tuzumda zo'r yegan. Lekin bu hozirgi jamiyat uchun bu xohlasangiz xohlamasangiz noto'g'rimi? Bu noto'g'ri. O'sha aytganimda birinchi adashmasam shu narsa keyin yarq ettirgandi sizni. Shu narsadan boshlanib ketgandi adashmasam. Biz shu maktab paytimizda mashlarni o'rganib berardik va real bo'lgan voqealar deb tushunardik. Ya'ni bizda Tomaris deganlar bo'lgan va u o'sha Eron nima o'sha Fors kirikini shu o'zi qilgan, o'qituvchiga kallasini solgan, qanaqadir o'sha afsona bo'lar. Ya'ni o'zi qayerdan bu kelib chiqqan? Ya'ni Tomaris bu qanaqadir ayol kishilarni ruhlantirish maqsadida topilgan hikoyami? Xuddi shunaqa. Bizda eng katta og'riq nima bo'lgan? SSR hokimiyatga kirgandan keyin aholini ma'lum bir qismi ishlaydi. Qo'pol qilib aytganda bir 40% ishlaydi. Erkaklar qatlami, ayollar esa umuman mehnat qilmaydi. Bu esa SSR jamiyatiga, SSRni olib borayotgan siyosatga yoqmagan va ayollarni ham tezroq mehnatga manipulyatsiya qilish kerak bo'lgan. Va paranji tashlash boshlangan va ularga loyihalar, g'oyalar tashlash boshlanganda tarixdan kavlab ko'rilib ideal bir ayol obrazini topish kerakki,
bu ayol hokimiyatda bo'lishi kerak va bu ayol mamlakatni qutqaruvchi, ruhlantiruvchi shunaqa bo'lishi kerak va Tumaris ideal tushgan obraz. Va buni keyin romantizatsiya qilishgan va natijada effekt bergan. Lekin bu ham baribir shirilgan tarixda. Ya'ni real holatda uni kechirmalari umuman g'alati, boshqacha ketadi. Misol uchun massagetlarni urf-odatlari, qadriyatlari, an'analari hozirgi o'zbek jamiyatida juda katta rol o'ynamaydi-da va o'xshamaydi ham. Chunki massagetlarda qo'pol qilib aytganda matriarxatning ma'lum bir qismlaridan tashqari o'ta ibtidoiy tuzum bo'lgan. Va ularni hokimiyatda g'alaba qozonishda ko'proq ayol kishining qasosga bo'lgan o'tidan ko'ra ularni jangorligi rol o'ynagan. Gerodotda tarix asarida bitta voqea keltirilgan. Massagetlar urushga kirishdan oldin deydi, gulxan yoqishadi deydi, bir g'alati o'simlikni to'kishadi deydi. Ya'ni yashil bir o'simlikni solishadi deydi va u tutiydi deydi va ular hammasi deydi uni atrofida deydi o'yin kulgu qilishadi, shu tutundan hidlashadi deydi, keyin urushga kirib ketadi deydi. Bu soddaroq tushungan bo'lsanglar, bu ko'knor qo'pol qilib aytganda, endi qanaqadir shunga o'xshash modda. Va bu asosiy urushni yutishga sababchi bo'lgan narsa. Ya'ni o'sha ko'chmanchi qo'pol qilib aytganda o'zida bo'lmagan holatda urushga borgan, dopingda bo'lganda. Bunday olganda haqiqiy doping. Urushni yutib bergan narsa umuman boshqa. Lekin tarixda ma'lum bir nuqta bormi? Tarixda eng yomon tomoni mana shuda. Tarixni g'oliblar yozadi deydi, aniqroq g'oliblar o'zgartiradi tarix. Ya'ni tarixni ma'lum bir nuqtasini oladi-da, o'sha nuqta o'ziga kerakmi? O'shanga fokus beradi, qolgan hamma narsa qolib ketadi. Hozir zamonaviy tilda aytganda mana kamerada kimgadir fokus bersak, orqa fonda hamma yo'qolib ketib qolsa, tarixda ham xuddi bitta nuqtasini ajratib olishadi, o'sha ajratib olingan nuqta Tumaris bo'lib qolgan. Va Tumarisga berilgan fokus shunchalik ko'tarilib yuborilganki va shirilgan narsa hosil bo'ldi va biz ko'tarib yurdik shu narsani. Muqannada ham xuddi shu holat bor misol uchun. Muqannani arablar bosqini davridagi holatidagini ifodalash uchun SSR tabiiyki ateistik mafkurani ham qo'llab-quvvatlagan va arablarga qarshi eng faol urush qilgan kim? Qaradi, Muqanna, Hoshimiy ibn Hakim odam va fokus berishdi. Hatto u haqida dramalar ham chiqdi Hamid Olimjon tomonidan va hamma narsa yozildi va o'sha Hamid Olimjonning Muqanna dramasida bitta zo'r she'ri bor, jumlasi bor. Ya'ni undan so'raydi, sen oq kiyimlimisan, ya'ni Muqanna tarafdorimisan yoki musulmonmisan desa, men o'zim tarafman degan. She'rda mafkuraning hidi bor-da. Ya'ni aytayaptiki, men musulmon ham emasman, boshqa din ham emasman, men o'zimman, ya'ni ateizmda ruhi bor bu yerda. Ya'ni shu orqali singdirishmoqchi bo'lganda va bularni o'zi qo'pol qilib aytganda tarixni eng katta qurol sifatida foydalanishadi har doim davlatlar o'z mafkurasini o'rnatish maqsadida. Ana shu mafkuralarning hidi tufayli bunaqa narsalar bizning tariximizga ko'p kirib qolgan. Aslida bu narsalardan bitta-bitta tozalab chiqish kerakmi desa, men qo'shilmayman, turish kerak. Faqat to'g'ri tushuntirish kerak. Haqiqatni aytish kerak. Qo'pol qilib aytganda, kimningdir haqiqatini ko'tarib yurish shart emas. Voqeani bayon qilib berish kerakda, tahlilni bolani o'ziga qoldirish kerak. Lekin bola tahlil qila olmaydi deb hamma qo'rqadi. To'g'ri qo'shilaman, tahlil qila olmaydi. Lekin tahlil qilish kerak bo'lgan funksiyalarni yoki bo'lmasa imkoniyatlarni o'qituvchi berish kerak unga. Soddaroq tushuntirsa, bizda muammo bor. Mana bu dialektikada, ritorikada, grammatikada muammolar bor. Mayli grammatikani o'rgatishdi. Ritorika bilan dialektika eng og'riqli nuqtamiz. Dialektika bu bahslash san'ati. E'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi kunlarda juda katta tendensiya bor. Kimdir kim bilandir bahs qilsa, birdan shaxsiyatga o'tib ketadi. Agar mabodo kuch yengil kelayotganligini his qilsa, uni gapiga emas, o'ziga o'tib ketadi. O'ziga o'tib ketadi. Natijada mana bu asosiy fikr bir burchakda qolib ketadi. Biz o'rgatishimiz kerak, 1-sinf, 2-sinf, 3-sinfda bolaga to'g'ri bahslashishni va to'g'ri gapirishni. Ritorika bilan dialektikani o'rgatgan bolangizga siz o'qituvchi tanlashingiz ham shart emas, maktab tanlashingiz ham shart emas, hudud tanlashingiz ham shart emas. Chunki bola o'zi biladi nima yoqishini, nimani so'rashni biladi. Bizda eng katta qo'rqoqlik bor bolalarda hammasida, chunki 1-sinfda 45 ta, 50 tagacha o'quvchi o'tiradi, balki 30 tadir. Bitta o'qituvchi ushlab turish kerak uni. Qanaqa qilib ushlaydi? Baribir eng oson ushlash yo'li bu qo'rqitish. Bitta do'g'lasa bola hammasi qo'rqadi. Hammasi shaxsiyat shakllanayotgan davrda. Natijada bola savol so'rashdan qo'rqib qoladi. Mana shu qo'rqish tufayli bizada ertaga yolg'on ma'lumotlarning haddan ortiq ko'payib ketishiga va o'zi qiziqqan narsani o'qituvchidan so'rab olmaslikka sababchi bo'lib qoladi. Agar boshida shu narsani o'rgatib olganda, bu biz keyin o'sha aytgan narsaga qaytsak bo'ladi. Tarixdagi real voqelikni berardik-da. O'rganib kelinglar, mana bu davrda. Bitta ko'raylik shuni va keyin erkin muloqot qilsak bo'lardi, bahslashsak bo'lardi. Eng og'riq shu nuqtada. Misol uchun, men hozir Rahim Schoolda bizada 4 ta ekan. Amerikadan kelgan o'quvchi borda, suyagi Amerikada qotgan maktabi ta'limida. Bittasi hozir 9-sinf, Jeff Muhammad. O'zbek Amerikada yashagan. Va shu bolani men aytaman, bu topilma deyman-da. Biz uchun topilma deyman. Ko'pchilik qo'shilmaydi. Bu o'ta o'yin qaroq, keyin ana bu deydi.
prinsipsiz deydi. Men aytaman, eng prinsipli shu deyman o'zi aslida. Sababini aytaman. U har qanaqa voqelikka o'zini rakursini ochiq-oydin aytishdan qo'rqmaydi. Va qabul qila olmayotgan narsasini qabul qilmayman deb aytadi. Va yonida yana bitta sherigi bor. U esa o'ta mulohazali va undan har doim wow chiqadi. Qanaqa wow desa, hamma rakursni bir tomondan ko'rsa, u boshqa rakursni ko'ra oladi. Bitta hamkasbimiz aytgan bitta misol bor edi. Misol uchun hamma biladi, Zumrad va Qimmat ertagin. Zumradni otasi adashtirib keladi. O'sha otasi adashtirib kelganda, birinchisida otasi olib tashlab keladi. E'tibor berganimizda Zumrad qaytib kelgandan keyin ikkinchi marta oyisi yana jo'natib yuboradi. Qimmat qaytib kelgandan keyin o'shanda otasi qo'shilib ketadi. Nega qo'shilib ketadi? Ikkinchisida bir sandiq puli bor deydi davoda. Zumrad birinchi marta ketganda deydi, hech qanaqa puli yo'q deydi. Ikkinchi marta uydan haydab yuborganda bir sandiq puli bor edi deyapti. Ota shuning uchun ikkinchi marta qo'shilib ketyapti deyapti. Bu misol uchun bizning yoshdagi bolalardan fikrdan chiqmaydi-da. Shaxsan meni ham fikrimdan chiqmaydi bu. O'ylab ko'rib ham topa olmayman bu narsani. Lekin o'sha bola boshqa rakursdan ko'ryapti buni. Ya'ni birinchi marta Zumrad haydab yuborilgan vaqtda deyapti, hech qanaqa puli yo'q edi va uni haydab yuborishdi. Lekin ikkinchi martasida unda bir sandiq pul bor, shuning uchun ketdi deyapti. Mana shu narsa dialektikada va ularda biz aytamiz tanqidiy fikrlashni o'rgatishimiz kerak bolalarga. Mana bu qo'liga qurol bermasdan turib ovga chiqarib yuborishga o'xshaydi biznikilar. Shuning uchun oldin boshlang'ichga qaytib shuni o'rgatsak, mana boyaga aytgan tarixdagi hamma voqeani shunday sochib bersam, bolalarni o'zi keragini o'ziga tortib olardi shaxsiyatidan. O'sha tomondan ma'qul bo'lardi. Xo'p. Tarixni o'rganayotganimizda, qanaqadir manbadan o'rganayotganimizda o'zi qanaqa qilib xulosa chiqarsak bo'ladi? Bu rostdan bu narsa bo'lganmi yoki yo'qmi? Chunki men hozir o'ylab qarasam, eng zo'r tarixchilarning eng zo'r asri bu 20-asr ekanda. Qancha yaqin bo'lsa hozirgi kunga, shuncha ko'proq dokumentlar bo'layotgan ekanda. Qanchalik uzoq bo'lsa, shunchalik kam dokumentlar. Balkim biz tanigan insonlar o'zi tarixda bo'lmagan ham bo'lishi mumkin-da, chunki isbotlari yo'q, faqat qanaqadir hujjatlar qolganda. Tabiiy. O'sha misol uchun va biz ko'pincha hujjatlarni emas, kimdirning tahlilini o'qiymiz-da. Misol uchun o'sha DTSda, o'sha davlat ta'lim sistemasida kimdir yozgan kitob-ku. Xuddi shunaqa. Mana shuni o'qiyapmiz. Ha, shunaqa. Qanaqa qilib qaror chiqarishimiz kerak? Rostdan to'g'rimi, ishonish kerakmi yoki yo'qmi? O'zi tarixda ishonch degan tushunchada bitta muammo bor. Manbalar to'qnashuvi degan tushuncha bor. Tarixni o'rganmoqchi bo'layotgan bo'lsa, eng asosiy qurol bu o'sha davrdagi eng yaqin tarixiy manbasi. Mana davlat ta'lim standartidagi yozilgan kitob bilan bir vaqtda 19-asr haqida gaplashilyaptimi? Misol uchun tarixi Turkiston aslarini olish kerak va solishtirish kerak. Qani bir-biriga mutanosib kelyaptimi? Tarixda kommentariya qismi odamni chalg'itib qo'yadi. Hamma tarix kitobga e'tibor bersangiz, yilda o'zini yozib ketmaydi, voqeani o'zini yozib ketmaydi. Albatta unga o'zini reaksiyasini bildiradi yozuvchi. Kommentariya qismi yozadi. Mana uchun men bunaqa deb o'yladi, bu jasurlik edi, bu mardlik edi yoki boshqa narsa deb yozib ketadi. Mana shu yozilgan narsa xohlasak, xohlamasak bolani fokusini o'zgartirib yuboradi. Misol uchun bolaga mana bu suv ajoyib suv desak, bu bolaga ich degani-da. Bu suvni yaxshi deganga o'xshaydi. Qo'pol qilib aytganda bu manipulyatsiya. Shu uchun tarixni agar real o'rganmoqchi bo'lsa, kommentariya qismini olib tashlash kerak. Kommentariya qismlarini hammasini tashlab yuborish kerak va faqatgina voqelikni o'zini olish kerak. Yana bunda bitta muammo bo'lib qoladi. O'qituvchi sal professionalroq bo'lish kerak. Ya'ni bolaga kommentariya qismini olib tashlab tushuntirish kerak. Bolaga voqelikni aytib, keling shuni har tomonlama tahlil qilib ko'ramiz deyish kerak. Yoki bo'lmasa bir o'zingiz o'rganyapsiz, biror bir voqelikka guvoh bo'lib qoldingiz, shunda nimani olish kerak desa, kimdir u haqida kommentariya bildirayotgan bo'lsa, kommentariyadan voz kechish kerak. Chunki har bitta inson har xil. Misol uchun siz liberal insonsiz bilaman, agar hozir o'zgarmagan bo'lsangiz. Yana bilmayman. O'zimni konservator deb bilaman. Yo'q, konservativda ikkita to'lqini bor-da. Neo-konservatorlar bor. Neo-konservatorlarning ichida ko'pincha zamon bilan bog'lanmasa yashash imkoniyati yo'q degan xulosaga kelib bo'lgan. O'shani hisobiga ular liberalizmni nimadir oladi o'ziga. Misol uchun men o'zimni liberal deb yuraman, lekin men aslida konservatorman. Lekin xuddi shunday neo-konservator bo'lib qolganman. Sababi ko'rib turibmanki, zamonda faqat yopilib olib yashash imkoniyati bo'lmay qolgan. Demakki, men o'zimni xulosamdan kelib chiqib fikrlayman. Xohlasam, xohlamasam qarayman, atrofimdagi voqelikda o'zimni dunyo qarashimdan kelib chiqib reaksiya bildiraman. Va mening reaksiyamni hamma mutlaq deb qabul qilib qolsa, bu aslida fojia. Chunki bitta meni qarashim bilan 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 ming, balki 100 ming odam o'qir, 1 million odam o'qir, shu xulosada qolib ketsa bu fojia o'zi aslida. Shuning uchun tarix kitobini yozayotgan vaqtda ko'pincha eng katta qo'yiladigan xatomiz kommentariyani haddan ortiq ko'paytirib yuboramiz. Kommentariya qismlaridan voz kechish kerak edi. Iloji bo'lsa savol tashlab ketish kerak tarixda har doim. Mana shu voqelikka nima reaksiya bildirasiz degan narsani. O'shanda nimadir ochiladi bizada. Yana ham oddiyroq, soddoroq tushuntirmoqchi bo'lsak, qadimgi davrda hech kim bo'lmadi. Bitta manbani oldik. Shu manbada yozilgan haqiqat bo'yicha biz fikr bildiryapmiz. Buni qanaqa o'rganasiz desa, o'sha davrdan keyingi davrga ta'sir qilganmi shu odam? Misol uchun 10-asrdagi odam 11-asrda eslangan bo'lsa, demak u bor.
Faqat boshqa manba orqali eslanishi kerak. Navoiyni Nasoimul muhabbat degan kitobi bor. Ana shu kitobda yozilgan shoirlar ko'pi o'sha davrga aloqador. Demak, u insonlar o'sha davrda ham bo'lgan. Chunki Navoiy o'zidan oldingi davrda yashagan hamma buyuk shoir, yozuvchilarni o'zini kitobida yozib ketgan. Demak, ularda haqiqatni qabul qilsak bo'ladi. Lekin bitta kitobda yozilgan va boshqa hech qayerda bo'lmasa, bu qiyin bu qiyin. Misol uchun hozir Drakulada shunaqa bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, misol uchun 19-18-asr Transilvaniyaga borgan bitta ingliz Drakula afsonasini shuni olib kitobga tiqib qo'ydi. Misol uchun hozirgi kunda hammada xayolida yurishi mumkin. U ham misol uchun o'zi aslida bitta graf. Lekin uni orasiga qo'yilgan har xil narsalar natijasida mikslashib ketdi. Misol uchun Qirol Artur ham xuddi shunaqa. Misol uchun Qirol Artur bor, lekin u haqidagi yozilgan kitoblarda mix holat ko'payib ketganligi uchun soxtalashib ketdi. Va hozir birov kimgadir bu narsa haqida aytsa, utopiyada tuyuladi. Lekin aslida bor inson. Bizning tariximizda ham shunaqa odamlar bormi? Insonlar, ya'ni o'zining davrida ular unchalik mashhur bo'lmagan va hozir mana vaqt o'tib, aytaylik, mana yangi O'zbekiston paydo bo'lgandan keyin o'sha insonlar ulug'lashtirishyapti va ular haqida ko'p, misol uchun, yangi afsonalar qo'shilyapti, qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar ko'payyaptimi? Men buni sal boshqacharoq aytaman. Misol uchun, bizda 20-asrda jadidlar bo'lgan va bularning xizmati o'ta katta. Lekin tushunish kerak, xizmati o'ta katta bo'lgan insonni faqat bitta tomonlama yoritish kerak emas. Hozirgi kunda bizda misol uchun jadidlarga e'tibor haddan ortiq katta. Bu yaxshi, zo'r. Millat ruhiyatini ko'tarish uchun ajoyib. Lekin shaxsga baho berishda qo'pol qilib aytganda kamchiliklarni aytish kerak. Kamchiliksiz inson bo'lmaydi. Menimcha kamchiliksiz inson 1400 yil oldin o'tib ketgan. Va kamchiliksiz inson bo'lmasligi tabiiy. Va kamchilik bormi, uni odamning o'ziga qo'yib berish kerak. Mana bu tomonda plyusi bor, mana bu tomonda minusi bor. Bola o'tirib o'ylasin-da, qaysi tomonni olay, qaysi tomonni olmaydi. Haddan ortiq shirilish minus olib kelish mumkin. Yana ham soddaroq tushuntirsak, bir zamon bizda, men o'ylayman, hali Shayboniyxonni ham biz qachondir ko'taramiz. Davrma-davr qarasak, har bitta tariximizda bir nuqtasini olyapmiz. O'tgan mustaqillikning boshqa yillarida Temurni biz olgandik. Misol uchun hozir Jaloliddin Manguberdiga ozgina e'tibor berildi, misol uchun. Manguberdi men aytaman, yaxshi davlat rahbari emas, zo'r qahramon. Qahramon va davlat bu boshqara oladigan kuch, ikkalasida farq bor. Qahramon favqulodda vaziyatda kerak. Favqulodda vaziyat o'tib ketgandan keyin qahramonlar kerak emas. Nimaga desa, chunki ular o'zi xavfga aylanib qoladi. Ana bu soddaroq tushunish oson bo'lish uchun ana bu Qasoskorlar filmidagi xalq bor-ku. Ana xalq urush paytida kerak-da. Ana u professori tinchlik paytida kerak. O'sha qahramonlar bu xalqda. Davlatni boshqarish uchun esa professor bo'lib turish kerak. O'shanda boshqarish mumkin degan narsada. Yana o'zgarish mumkin bo'lgan voqeliklardan bir qarasa chiqishi mumkin. Misol uchun Zahiriddin Muhammad Boburni bir davrda hech kim eslamadi, keyinchalik ko'tarilish boshlandi. Mirzo Abdulqodir Bedil bor, qachondir biz unga qaytib borsak kerak deb o'ylayman. Yana ko'tarsak kerak deyman. Chunki 18-asrda, 19-asrda bizni qo'pol qilib aytganda o'lib qolgan ruhiyatimizga ozgina jon baxsh etgan inson shu. Lekin hozir uncha e'tibor berilmayapti. Balki qachondir unga ham qaytiladi. 20-asrlarda bizning asosiy qisqa tariximiz so'zlanmadi. Mana 20-asrda bizning hamma tariximiz unutildi, qadimgi tarixga murojaat qildik. Muqanda, misol uchun 20-asrda ideal o'rganildi SSR davrida, o'sha yuqoridagi narsa tufayli. Ya'ni insonlarga g'oya, mafkura kerak bo'lib qoldi, o'rgatildi va unga boshqacha rakurs bilan yondashuv bo'ldi. Lekin hozirgi kundagi muammolardan bittasini aytmoqchi bo'lganim, kamchiligi bilan aytsa, o'rganish oson bo'lardi. Misol uchun hatto o'sha eng dunyodagi zo'r qahramon ham albatta nimadir qusuri bor-da. O'sha qusurlarni ham aytish kerak, shu bilan u shu inson bo'lgan. Odamni yaxshi tomonlari va yomon tomonlari uni o'zini hozirgi holatiga olib keladi. Men misol uchun menda dangasalik kuchli deyman-da. Men aytaman, kimgadir so'rasa, birinchi tanishayotgan vaqtimda aytaman, men dankasa odamman deyman. Lekin mana shu dankasalik meni hozirgi holatimga olib kelgan. Qo'pol qilib aytganda, dankasaligi orqali nimanidir tezroq qilishga harakat qilaman. Ko'proq vaqt olish uchun. Agar mabodo yoqmay qolsa, shu dankasaligimni yuvib qo'yaman-da. Men hozir aytsamda, men faqat ishchanman, juda dahshat ishlayman deganim bilan, u meni shaxsiyatim emas-da va bola ham adashib yuradi. Tarixda mana shunaqa personaj tiqilib ketgan. Aytmoqchi bo'lganim, tarixda kimnidir yorityapmizmi, hatto kamchiligini yoritish kerak. Zahiriddin Muhammad Boburni yorityapmizmi? Bobur Shayboniyxondan qamalga tushib qolgan 1501-yilda opasini tashlab chiqib ketadi. Garovga opasini tashlab keyin o'zi chiqib ketadi. Shuni ham yozish kerak tarix kitobda. Bu bilan Boburni qiymati tushib ketmaydi. Haqiqat aytiladi. Lekin bu haqiqatda Bobur qanday yo'qotishga borganligini
va qanaqa shaxs bo'lib yetishiga nimalarni qurbonlik qilganini ko'rish kerak odam. Misol uchun Zahiriddin Muhammad Bobur o'shanda yozilgan 1501-yilda Shayboniyxon qamal qilib qo'ydi. Qamal ancha muddat davom etdi va Boburga taklif qildi, butun qarindosh urug'ingni chiqib ket Movarounnar axidan. Va Bobur chiqib ketdi, bo'ldi. Lekin yozilish kerak. Opasini tashlab ketdi Bobur Shayboniyxonga. Garov evasiga. Va qaytib hujum qilmasligining kafolati o'sha edi. Va shuni aytish kerak ochiqcha, shunda bola o'tirib o'ylaydi, ha, nimaga Bobur o'zi ketdi? Nega Shayboniyxon o'lguncha hujum qila olmadi? Chunki Shayboniyxon 1510-yil o'lgan bo'lsa, ungacha Bobur hujum qilmadi bir marta ham. Hujum qilishiga sababchi bo'lgan narsa Shayboniyning o'lishi va bularni hammasini keyin bog'lashga imkoniyat paydo bo'ladi. Va shunda bola o'tirib real fikrlaydi, ha, unga ham qiyin bo'lgan, unda ham mana bunaqa plyuslari, mana bunaqa yo'qotishlari bo'lgan. Yoki bo'lmasa Zahiriddin Muhammad Bobur 1504dan 26-yilgacha ichkilikni, mayxo'rlikni pikka chiqargan. Va 1526-yilda ichkilikdan voz kechgan. O'sha davrni ham yoritish kerak misol uchun. 1526-yilda to'liq sharob ichishni voz kechgandan keyin Dehlini fathiga borib, Dehlini egallaydi va o'sha Hindistonda Boburiylar imperiyasiga asos soladi. Va buni ham aytish kerak. Qanaqa qilib borib qolganligi. O'zini hayotiga taqqoslasa bo'ladi. Demak, misol uchun men ham agar ishni to'xtatsam, ko'tarasiga erisha olaman. Xuddi shunaqa-da. Men misol uchun u irodani topa olganligini biladi. Bobur 1526-yilgacha Afg'oniston shunchaki kutib turib tayyorlandi va tayyorlandi borib hujum qilib egallab keldi bo'lmaydi-da bu yerda. Bu yerda boshqa jarayon bor. Ya'ni o'sha 1526-yilgacha bo'lgan davrdagi o'zini ruhini azoplashi, qo'pol qilib aytganda o'zini kechirishga borish kerak. O'sha o'zini kechirgandan keyin biron buyukroq ish qilish mumkin. Qo'pol qilib aytganda taqdiriga tan olish kerak taqdirini. Bizda eng katta og'riqli nuqta shundaki, inson o'zining taqdirini tan olmaganligi uchun vijdonni azoblab yuradi yolg'onda. Va bu holat hozirgi kunda ko'p. Aslida qilinish kerak bo'lgan ishi bor. Bu ko'proq soddaroq tushuntirish mumkin bo'lgan hozirgi yoshlarda bo'ladi. Ikkitasi, misol uchun Tursunoy bilan Toshmat bir-birini yaxshi ko'rib qoldi-da, Tursunoy chiqib ketgan bo'lsa, Toshmat o'zini azoblab yuradi. Ummon qo'shini qo'yib azoblab yuradi miyasini. Aslida u o'zini azoblamayapti. Qilgan ishi uchun o'zidan o'zi kechirim so'rayapti shu orqali. Yo'q, uni qilmas kerak-da. Va voqelikni real qabul qilish kerak. O'sha real qabul qilgandan keyin yangi kuch paydo bo'ladi unda. Qo'pol qilib aytganda o'sha bo'lib o'tgan narsani o'zgartira olmasligini tushunib yetish kerak. Tushunib yetmayotgani sababi bor. Bizda terminlarda shu narsani kirgizib ketish kerak. Tarixning vazifasi aslida nima desa saboq chiqarishdi. Biz maktabda bolalarga tarixni o'rgatar ekanmiz, ularga shunchaki bu buyuk bo'lgan, bu esa sotqin bo'lgan. Bu dabdala oqora bo'lish kerak emas. Yo'q, har xil rang. Menda qanaqa masala, men tarixni o'rganayotganimda shu maktab paytida mana qahramonlarni biz o'qiyapmiz va ularni oddiy odamni tasavvur qilmaganman-da. Ya'ni faqat bir taraflama aytilyaptimi? Bo'ldi, u demak unda labeli bor. Bu mana shunaqa inson bo'lgan va ularning kamchiliklari aytilmaganligi sababli bu men emasman degan narsa paydo bo'lyapti-da. Bu odamdagi muammolarda bo'lmagan-da. Misol uchun amerikalik bo'ladi, dunyoni qutqarish g'oyasi yotadi. Xohlagan Gollivud filmini ko'ring, oddiy qahramon bo'ladi, eng oddiy personaj bo'ladi, dunyoni qutqarishda eng maksimum darajada rol o'ynab qo'yadi. Bu mafkuradan maqsad nima desa, har bitta bolani davlatning, mamlakatning, vatanning, dunyoni siyosatida o'rni borligini his qildirish. Nimaga shunaqa desa, u kamchiligi bo'ladi. Kimdir o'zi pianista bo'ladi kinosida ham, misol uchun, yoki umumiy holatida ham. Benjamin Franklinni yozadimi tarixini, George Washingtonni yozadimi tarixini unikallashtirib, uni romantizatsiya qilib tashlashmaydi-da. Boricha yozadi va natijadan u o'tirgan kichkinagina bola ham, o'sha Karol ham qarab turib o'ylaydi-da, ha to'xta deydi, men ham qila olaman deydi-da. Va burka o'rnidan turadi. O'sha o'rnidan turib qilgan harakati ko'p narsani hal qiladi. Bizda turgandagi qahramonni, misol uchun, faqat Jaloliddin Manguberdi deganda otdan sakrab o'tgani-yu, Chingizxon bilan bo'layotgan bo'lsa, uni ichki kechinmalari-yu, bo'lgan voqelikdagi yutuq va kamchiliklarni yozmas ekanmiz, bola bu haqiqatan sektor men emasman deydi. Bu uchun boshqacha kuch kerak deydi. Bizi ko'proq Gollivud kinolarida katta bo'lganmiz. Misol uchun, men tarixni kitobdan o'zimga yoqadigan qahramonni topmagan bo'lsam, lekin Gollivud kinosidagi qahramonlar juda yaqin bo'lardi, chunki u oddiy odam edi. Maktabga borardi, misol uchun kalta yeb yurardi, kimdirlar, deylik. Keyin bir zo'rib ketyapti-da. Ya'ni o'tda siz bo'lish imkoniyatingiz bor. Ha, bo'lish imkoniyati ko'ryapsiz-da. Bu zo'r g'oyada. O'zi aslida mana shu orqali siz nolishadi. Kecha tog'dan qaytyapmiz, oilamni olib chiqqandim, amakivachcham bilan birga. PPS o'sha tabiatni asrovchi xodimlar aylanib yuribdi-da. To'xtab, axlatlaringizni olib ketinglar deyapti. Biz paketni ko'rsatyapmiz, biz olib ketyapmiz. Bu kimniki dedi-da. Bu tashlab ketgan bo'lsa kerak bu yoqda. Shu narsa bo'lmaydi keyin. Ya'ni o'zi manfaatdor his qiladi o'zini. Mana qo'pol bo'lsa, hozir kimdir axlat tashlab ketadi, kimdir yoki nimadir qilib ketadi. Nimaga? Chunki bu tizimda men ahamiyatli emasman deb o'ylaydi.
Ya'ni bu tizimda meni ishtirokim yo'q deydi. Biror bir korxonadir, kompaniyadir yoki vatandir, davlatdir, farqi yo'q. Har bitta yashaydigan odamni daxldor deb his qilsa o'zini, u qudratli bo'ladi. Misol uchun bitta yapon bir joyda musor ko'rsa o'zini olib ketadi. Nimaga desa, chunki aloqam bor deb o'ylaydi shu davlatda. Mani xizmatim bor deydi, men ham bunda rechakman, qanaqadir vazifa bajaraman deb o'ylaydi. Biz ham shu narsaga olib borish uchun oldin shu narsani tushuntirishimiz kerak unga. O'sha buyuk ham bunga o'xshagan oddiy stoldan kelib chiqqan. Oddiy o'tirgan, o'sha boladan ichidan bitta buyuk chiqqan. Eng katta xatoyimiz esa biz o'sha chiqadi bizda ham bitta ikkita. O'sha mana eski burchakda o'tirgan bitta stoldan chiqib ketadi. Muammo chiqqandan keyin o'tmishni o'ta darajada romantizatsiya qilib tashlaydi. Va xotirasini gapirib berayotgan vaqtda men mana bunaqa qiynalganman, bunaqa bo'lgan, mana bunaqa qildim, bunaqa bo'lgan deb romantizatsiya qilib tashlaydi. Va natijada kimdir uni eshitib turadi-da, deydi, bunaqa bo'lishi bo'lishdan qiyin deydi-da. Shuning uchun boricha aytish kerak. Boricha aytish uchun esa o'zini boricha qabul qilish kerak. Ko'p eng og'riqli narsa ham u xoh bir mashhur yozuvchilarda ko'p uchramaydigan holat u. San'atkorlarda ba'zi uchrashi mumkin yoki bir qaysidir mashhur yoshligini ta'riflayotgan bo'lsa, ana bu qo'liga tikon kirib ketganligini, butun qo'li kesilgan ta'riflaydi. Natijada ana bola aytdi, men bu qo'lim kesilgandan keyin tura olmasdim deydi. Aslida unaqa emasdi. O'shani boricha aytsin, o'shanda bola ham qabul qilish osonlashadi va bizdan ham keyin ertaga oldinga sapchib chiqadigan ko'payadi. Xo'p, Javohir aka, men to'g'ri tushunyapmanmi? Mana shu narsada qo'shilib keta olasizmi? Tarix bu doim davlat propaganda instrumenti. Ya'ni tarix orqali biz o'tmishimizni buyuklashtiramiz yoki hozirgi bo'lgan misol dushmanlarimizni sababini ketma-ketligini o'sha o'tmishdan kelib olib kelib chiqsak bo'ladi. O'zi aslida bu tarix instrumenti, ideal instrument. Xohlasangiz, xohlamasangiz odamlarning ongini boshqara olsangizgina siz ularni boshqarasiz. Ongni boshqarish uchun esa ularga siz qo'pol qilib aytganda ko'rsatuvchi yuz kerak. Mana bunga qarang. Misol uchun hozirga e'tibor bering. Joker qahramoni. Lekin bir muddat yoshligingizga qaytsangiz, u Joker yovuz edi. Batman. Ha, lekin hozir Joker qahramon. Bundan zo'r manipulyatsiya sifatida foydalanadi. Hozirgi kunda misol uchun o'ta agressiv va o'ta radikal harakat qiladigan, davlat va hukumatlarni ag'darishga moyilligi bor odamlar nimadan tarbiyalanyapti? Shu Jokerdan tarbiyalanyapti. Va bu instrument sifatida foydalanilyapti. Ya'ni miyani o'zgartiryaptilar-da. Hozirgi kunda e'tibor bering, butun dunyoda o'ng kayfiyat kuchayib ketgan. Ya'ni o'ng deganda o'ta radikal kirish, saqlab qolish, qo'pol qilib aytganda kuchi bor insonga kuchsizlar itoat qilish kerak. Demokratiyaning qoidasini yaratdik degan hatto Amerikaning o'zida ham aytadigan gapi bor, hozir Trump chiqib. Kuchlilar yashaydi. Bu tabiiy. Kuchlilar tabiiy tanlanishda o'tib ketadi deb aytayapti. Va mana bu g'oya nimadan kelib chiqadi? Ana o'ngdan kelib chiqadi. Ana o'sha Jokerni qahramon qilgandan kelib chiqadi. Bu e'tibor bersangiz hozir toqatsizlik kuchayib ketgan. Siz nimadir gapirib qo'ysangiz, o'ta birdan urraga chiqadigan narsa bor. Mana instrumentni o'zgartirish, foydalanish. Lekin bu hamma davlatda ishlaydi. Nafaqat bizda, u xoh Shimoliy Koreya bo'lsin, xoh Amerika bo'lsin, xoh Fransiya bo'lsin. Fransiyada misol uchun Janna Dark bor degan qahramon ayol. Uni ham har xil modernizatsiya qilish mumkin. Har xil ko'rsatish mumkin. Va kimlardir shundan foydalanadi. Faqat muammo shundaki, bola buni qanday qabul qiladi? Tarix har doim xohlasa, xohlamasa hozirgi zamon kishisini tarbiyalash kerak. Hozir zamon nimani xohlayapti, shuni tarbiyalash kerak. Lekin bu xato. Chunki hozirgi xohlagan odamni shakllantirsangiz, ertaga yangi tarix keladi. Va yangi tarixda u to'qnashib qoladi. Va to'qnashgandan keyin xohlasa, xohlamasa hozirgidan qochadi. Shuning uchun tarix manipulyatsiya markazi degan fikrga sal qo'shimcha qilishim kerak o'z aslida. Tarix tushuntirishni xohlaydigan narsa. Hozirgi e'tibor bersangiz, bizni tarix kitoblarimiz yangilanyapti. Va hozirgi men tarix kitoblarida yil va sonlardan ko'ra xulosalash imkoniyati ko'pligini ko'ryapman. Faqat bu yana ham ko'p bo'lish kerak, bu kam. Bu kam. Hozir instrumentdan voz kechganga o'xshaydi, misol uchun. Kimdir shundan voz kechsa, ancha oldinlab ketadi. Hozir hukumat ham shunga qarab yuryapti. Bir vaqtning o'zida bunga tayyor bo'lmaganligi uchun minusga ketyapti. Chunki siz xohlagan narsangizni xodimingiz tushunmasa, his qilmasa ichidan, siz xohlagan topshiriqni aytganingiz bilan o'sha holatda amalga oshirmaydi. Siz o'sha uchun men xohladim bitta bog'ni ko'rsatdingizda, shu yerda ikkita ritsarni urushgan holatini tasvirlab berdi deysiz. Ya'ni bog'ni xohlaganday qilib rekonstruksiya qismida dekoratsiya qilib qo'ysin, ikkita ritsar urushayotgan holati bo'lsin deysiz. Ana o'lgur umrida ritsarni ko'rmagan. Nima qiladi? Hozir ChatGPT ga yopishadi-yu, bilmayman, nimadir qiladi-da, o'zi xohlagan narsasini beradi. Sizga yoqmadi. Maqsad nima? Siz oldin tushuntirish kerak. Bizda eng katta og'riq shu, tepadagi tushadigan narsani xohishini, mana shunaqa qiling emas, nima uchun shunaqa qiling deb tushuntirib berish kerak. O'shanda manipulyatsiya bo'lmaydi.
O'shanda manipulyatsiya bo'lmaydi. Lekin hozirgi bunday olganda ha, shunaqa. Bu doim shunaqa bo'lib ishlatilgan menimcha. Men eng yaxshi ko'rgan tarixdagi nuqtam bu Ikkinchi jahon urush. Menimcha bir 20-30 dokumental ko'rganman deb 1-2 soatlik. Kamida. Mening yoshligim shu bilan o'tib ketgan. Siz yoshlik mana Dadam juda ko'p qiziqardi. ha, men fikrim bo'yicha tarixdagi eng muhim nuqta hozirgi kunda shakllangan Ikkinchi jahon urushi bo'lsa kerak. Burilish nuqtasi. Buni qo'shilasiz? Ha, 100%. Xo'p. Va Ikkinchi jahon urushida misol uchun Germaniyani o'sha saqlab turgan misol uchun asosiy insonni aytaylik Gitler, Gimler bo'lsa, uchinchisi bu propaganda Goebbels. anosi Goebbels bo'lganda va Goebbels tarixlarini o'rgansangiz, ishlatgan propagandalarini polni tarix ishlatyapti-da. Ya'ni to'liq ishlayapti ham. Keyin shu darajada propaganda ishlayaptiki, biz Atlantlarni anularimiz deyapti-da, ajdodlarimiz. Ajdodlar. Ha, ya'ni Avlodlarimiz. avlodlar. Ya'ni biz Atlanta o'zi mifku bu Mif, yo'q bo'lmagan narsa, narsa. yo'q narsa. Ha, u biz ariytslarimiz, biz o'sha Atlantlarni, короче, nevaralarimiz deyapti-da. Va xohlagancha instrumentni ishlatyapti-da. Ya'ni o'sha payt zo'r ishlagan, sabab internet bo'lmagan, menimcha va hozir ham shuni ishlaydi. Goebbelsda o'sha aytgan gaplar hozir ham ishlaydi. Goebbelsda zo'r gapi bor. Balandroq, tezroq, ko'proq, hamma joyda. Yolg'on haqiqatga aylanadi. Kim baland gapirsa, ko'p gapirsa, tez gapirsa va auditoriyasini kengaytirib gapiraversa, hammani qulog'iga kelaversa, o'sha haqiqatga aylanib qoladi. Goebbels bundan ideal foydalangan. Misol uchun, mana biz ko'p avlod Ikkinchi jahon urushini Germaniya boshlagan deydi. Men aytaman, yo'q, Germaniya bilan bunaqa emasmi? SSR bilan Germaniya boshlagan urushdi. Nimaga? Chunki 1939-yilda Polshaga hujum bilan boshlandi urush, to'g'rimi? Yo'q. Qachon boshlandi? Xo'p, birinchi bo'lib meni fikrim bo'yicha 30-yillarda u aniq edi boshlanishi. Boshlanishi aniq edi. Boshlanishi aniq edi. Rasmiy startni aytamiz. Rasmiy start imенно maydonda adashmasam Polshadan oldin boshlangan. Chexoslovakiyadan. Chexoslovakiya aneksiyasi, Avstriyani keyin qo'shib olinishi, aneksiyasi, Sovet ittifoqi tarafidan Latviya, Estoniya, Litvalarni bosib olishidan jahon urushi deyapmiz. Urush maydonda Polshadan boshlangan. Mana jahon urushi deganda nimani nazarda tutyapmiz? Guruhlar bor, davlatlar guruhi va davlatlar guruhi. Bir-biriga ikki guruhga bo'linib urush boshlangan davrni jahon urushi deyapmiz. Germaniyani, Avstriya, Vengriya, Chexoslovakiya hududlariga bo'lgan hujumlarda bitta davlat va ikkinchi davlat bor-da. Davlatlar ittifoqi yo'q. Jahon urushi boshlanishi uchun xohlasak, xohlamasak bir nechta davlat bir vaqtda bir joyda urushishi kerak. Va bu jahon urushi edi. Xo'p, o'sha SSSRni 39-yilda Polshaga 200 ming askar bilan kirib kelishi sharqdan, g'arbdan Germaniyani kirib kelishi bir vaqtda urushni boshlab berdi. Lekin SSSRga e'tibor berilmadi. Sabab nimada desa, sabab bitta, chunki Britaniyaga ikkita raqib kerak emas. Ikkita katta raqib kerak emas-da. Ham SSSR, ham Germaniya degan raqib kerak emas. Shuning uchun SSSRga e'tibor berilmagan o'sha paytda. Va panjara ortidan qoldirilgan. Polshaga kirib kelganini unutib yuborilgan. Lekin aslida u ham kirib keldi o'sha paytda. Bir vaqtning o'zida kirib keldi. 39-yilda boshlangan 1-sentyabrdagi bo'lgan voqelikda Polshaga sharqdan 200 ming armiya bilan kirib keldi. Bu ham kirib keldi. Lekin o'sha davr propagandasi buni unutib yubordi. Bu ham unutib yubordi. Chunki ikkalasiga manfaat emas bu jarayon. Manfaat yo'qmi? O'zgartirib yuborsa bo'ladi. Va o'zgartirib yuborildi. Lekin o'sha davrdan keyingi davrga e'tibor berar ekansiz, hozir bir taraf aytadi, bu 100% SSRning xizmati desa, ikkinchi taraf aytadi, g'arbning o'rni katta edi deydi. Lekin aslida haqiqat nima edi desa, haqiqat zo'r. Yolg'on bilan urush bo'ldi o'sha yerda. Yolg'onning ustida urush bo'ldi. 100% yolg'onning ustidagi urush va yolg'on bilan tugadi. Va men hozirgacha aytaman, butun insoniyatni shu vaqtgacha yig'gan tarixi bitta. Lekin shu ikkinchi jahon urushidan keyingi tarix bitta. Chunki misli ko'rilmagan o'sish bo'lib ketdi. Misli ko'rilmagan darajada insoniyat yuzida hech qachon bunchalik ochilmagan. Oldin ham qanaqadir urushlar bo'lgan va urushlarda albatta ikki tomon ham o'z armiyasini, askarlarini va o'lganlarni olib ketish uchun, yaradorlarni davolash uchun sulh vaqtlari bo'lardi, tinchlik vaqtlari bo'lardi. Bu urush insoniyatning haqiqiy hayvonligini ko'rsatib bergan urushdi va insoniyat shundan keyin tushunib yetdiki, yangi instrument qo'shish kerak boshqarishga. Ya'ni insonni qo'pol qilib aytganda bu holatga olib kelmaslik kerak. U uchun nima qilish kerak? Qornini to'q saqlash kerak inson. G'arb shundan keyin farovon jamiyat g'oyasiga o'tib ketdi. Farovon jamiyat g'oyasi degani insonni umuman qornini och qo'ydirma va bu hayotdagi lahzadan bahra olish mumkin bo'lgan teoriyani o'rtaga tashlashdi. O'zi mana misol uchun hozirgi kunda trendga chiqib ketgan gap bor. O'tmish bu o'zgartira olmaysan, kelajak bu uzoq jarayon, buguningdan bahra ol. Lahza seni qo'lingda deyshadi. Bu ishlamaydigan jarayon aslida. Bu noto'g'ri narsa. Nega? Bu boyda ishlaydigan jarayon. Bu o'ta boyda ishlaydigan. Milliard pulingiz bo'lsa, siz bugundan lahza olib yashasangiz bo'ladi. Chunki kelajak siz uchun qo'rqinchli emas. O'tmishni xohlagancha o'zgartira olasiz.
Lekin oddiy xalq uchun bu qo'rqinch bu. Agar bugun bitta hunarmand o'tirib olib, men bugunimdan bahra olaman desa, to'g'ri bahra oladi, yashaydi, yaxshi yashaydi, lekin hayotida bolasi bitta oyog'i yirtilib ketgan tapishga ketaveradi. U uchun unga kelajakka bugun tayyorlanish kerakligini va o'tmishda bunga isbotlar va haqiqatlar borligini tushuntirish kerak. Shunda nimadir o'zgaradi. Ikkinchi jahon urushidan keyin G'arb esa bu boshqacha o'zgartirib yubordi. Goebbelsni dunyo tarixidagi o'rnida yana bitta katta nuqtasi bor. U birinchi marta isbotlab berdi. Agar yolg'onni hamma bitta takrorlasa, 8 millionlik armiya qilsa bo'lar ekan. Va u o'zi ishonmaydigan pufakka odamlar orqasidan borar ekan urushga. Va bu juda xavfli narsa. Va hozir ham bu aktual. Hozir misol uchun qaysidir haqiqatni singdirmoqchi bo'lsangiz, bitta televideniya va bitta kamera, bitta mikrofon yetadi-da bizga. Yetadi. Misol uchun hozir qo'pol qilib aytganda, hype chiqarish uchun uncha katta anov kuch kerak emas, Goebbels bo'lish shart emas-da. Goebbels butun boshli davlat kuchini instrumentlardan foydalanib shushti qilgan. Hozir bitta bola bo'shti qilsa bo'ladi. Va buni uddalay oladi. Misol uchun bitta sokin muzika kerak. Allalab turish kerak u. Siz keyin bitta yig'lab berishingiz kerak. Hozir misol uchun ko'p hamma degani emas bu. Hamma degani emas. Ba'zilarni men eshitib qolganimda aytayapman. Ehson olmoqchi bo'lganda, shu orqali pul yoki boshqa narsa topmoqchi bo'lsa, bitta joyda boradi, nochor bitta kuchukchani olib oyog'ini sindirib qo'yishadi-da, shu kuchukchaga rahmi keltirib, butun yig'lab boshqa qilsa bo'ldi. Hamma shuni orqasi bo'ladi. Ya'ni manipulyatsiya qilish osonroq hozir. Ya'ni Goebbels o'rgatib ketgan narsa hozir ham yuribdi. Bundan chiqib ketganimiz yo'q hali ham. Va hali beri chiqmasa kerak. Chunki instrument kuchayib ketdi. Ikkinchi jahon urushi haqida bitta yangi YouTube kanalni kuzatishni boshladim. U yerda xullas yaxshi rubrik o'ylab topilgan. Yengil o'zi qidirayotganimda, ya'ni yengil formatli kamida. U mana shu ikkinchi jahon urushida qatnashgan davlatlarning o'sha davlat ta'lim sistemasida yozilgan kitoblarini tadqiqot qilyapti. Ya'ni ikkinchi jahon urush qanaqa yozilgan, misol uchun Yaponiya kitobida, AQSh kitobida, Angliya kitobida, ya'ni voqea bitta-da, lekin juda ham yondashuv har xilda. Misol uchun AQSh kitobini o'qisangiz, asosan o'zini shu Janubiy frontini aytyapti-da. Xuddi shunaqa. O'zining harakatini. Ya'ni o'zini o'sha Sharqiy frontini, xullas Yaponiya bilan bo'lgan urush. Atlantikada bo'layotgan narsani aytyapti va o'sha kabuti muhimroq bo'lgan. Lekin unga o'sha frontdagi voqealar ancha muhimroq bo'lganda, chunki Atlantikada o'zini nuqtalarini egallab olish kerak-da. Yevropa desa qiziq emas-da. Keyin Angliyanikini ko'rsatyapti. Ular negadir AQSh bilan shu Normandiyadagi anuni muhimroq deb ko'rsatyapti-da. Keyin birato'la shuni Germaniya yutdi. Kim Berlinga kelib, kim uni egallaganini yozmayapti. Chunki qo'rqatdi unda. Yutqizib qo'yadi. Bu yerda esa, misol uchun, bizning kitoblarimiz yana asosan shu Berlin olinganligi haqida gapirilyapti-da va qanchalik nemislar misol uchun vahshiy inson bo'lganligi haqida yozilyapti. Va hokazo, ya'ni har bitta anonsida o'zini mafkurasi yotadi. Men ikkita kitob borda, Ikkinchi jahon urushi haqida Yulian Semyonovni Bahorning 17 lahzasi, tirik qolish buyurilgan, TASS xabar beradigan 3 ta kitobi bor. Shterlis degan KGBshnik razvedkachi Germaniyaga joylashib, razvedkada ishlaydi. Hatto Gimlerga eng yaqin insonlarga darajasigacha chiqadi. Shu odamning nigohidagi manipulyatsiyani ko'rsangiz bo'ladi tarixda. Misol uchun, SSR yondashuvida nima qiladi? SSR Gitlerni yomon ko'rsatadi. German xalqini emas. Nimaga desa, chunki niyat keyin nima bo'ldi? Germaniya ikkiga bo'linib ketdi-da, Germaniya federativ va Germaniya demokratik respublika bo'ldi. Va SSR bilib turibdi, agar to'liq nemislarni yomonlayotgan bo'lsa, Germaniya demokratik respublikasi bilan SSR o'rtasida ittifoqchilik buzilib qoladi. Va o'sha uchun nemis xalqi bu urushni xohlamayapti. Nemislarning ichida ham yaxshilar bor deydi. Yana bitta zo'r misol bor. Agar kimdir o'qib chiqsa, bu kinosi ham bor buni. Qilich va qalqon degan kitob bor. Avtor ismi chiqib ketdi. Kajevnikmi, nomi avtor ismi chiqdi. Uni kitobi ham kinosi ham bor. O'shanda ham Yogan Weiss degan qahramon bor. O'sha Yogan Weiss ham o'rtog'i asli nemis, lekin u ruslarga yordam beradi va yaxshi nemislar bor deb ruslar ko'rsatadi va bu bilan nimaga erishmoqchi bo'ladi desa, yangi hukumatni shu orqali boshqaramiz deydi-da. Britaniyada ham xuddi shu jarayon bor. Lekin agar Britaniya hozir tarixida eng pik nuqtani ko'rsatsa, misol uchun 9-may voqealarini aytadigan bo'lsa, yutqizib qo'yadi-yu. Shuning uchun ungacha bo'lgan tarixda bir nuqtasini ko'rsatadi-da, o'shanga urg'uni beradi. Biz mana shuni qilganmiz, misol uchun, yoki bo'lmasa soddaroq aytganda biz
ana bu nemislarni kodlar tizimini yechganligimiz yoki enigmani topganligimiz bu urushni asosiy yutgan sabab bizni shu yutkizgan. Urushni yutishimiz sababchi shu bo'lgan deb ko'rsatyapti misol uchun. Lekin aslida u emasda. Yuz-yuzga qon sachrab turgandagi harakat ko'p narsani hal qilganda. O'sha vaqtdagi Stalinning qat'iyatimi yoki bo'lmasa qo'pol qilib aytganda bir yovuz bilan urush uchun ikkinchi yovuz kerak bo'lganda. Va shunda nimadir bo'lishi mumkin-da. Agar mabodo bittasi yovuz, bittasi o'ta rahmli bo'lganda bu urush yutilmasdi deb o'ylayman. Tarixda bu Gitlerning mag'lubiyati ba'zi bir davlatning xizmati emas, aslida bu umum hammani harakat. Lekin hamma buni xohlagancha bo'lib oldi-da. Nimaga desa, chunki bu instrument. Bundan ruhlantirish mumkin. Putin misol uchun hozirgi kungacha shu orqali ruhlantirib keladi xalqni. Menimcha istalgan davlat shu bilan hozir Shu. misol uchun mana yaqinda mana hozir Yevropa ittifoqi bilan AQSh o'rtasidagi munosabatlar yomonlashib borayotganini kuzatsak bo'ladi. Va Fransiyada ko'pchilik misol uchun o'sha hukumatda ishlaydigan odamlar AQSh hozir qilayotgan harakatlarini misol uchun tanqid qilishyapti va AQShda misol uchun aytaylik 4-odami chiqib gapiryapti. Rahmat deylar, hozir misol uchun Fransiyada nemis tilida gaplashmayotganligi deyapti-da, ya'ni 80 yil oldingi narsalarni haligacha misol uchun eslatyapti-da. Zamon juda zo'r davrga kirdik-da. Qo'pol qilib aytganda pardalar ko'tarilib qoldi hozir. Oldin mana bunaqa edi, diplomatik qoidalarga bo'ysungan munosabatlar ko'p edi. Ya'ni haqiqiy diplomatlar bor edi. Aytish mumkin bo'lmagan gaplar yurardi. Aytilish kerak bo'lgan gaplar hech qachon kamera qarshisida aytilmasdi. Hozir shunaqa bo'ldiki, aslida bir kun ham siyosatchi bo'lib ishlamagan odam prezidentda yo'qdi. Va natijada xohlasa xohlamasa u nima qiladi? Aytaverish kerak deydi. Atrof ham shunaqa bo'lib qoldi-da. Va bu aslida noto'g'rimi, to'g'rimi desa bilmayman. Menimcha jamiyat yangi o'zgarishga qarab ketyapti-da, o'shani hisobiga bo'ladi. Senzura yo'qolgandek tuyulyapti-da. Ha, bu aslida xavfli bu. Bu juda xavfli. Siz ana voqeadan keyin mana shu fikrga keldingizmi? Ukraina va AQSh prezidentining o'sha bahsi. Xuddi shu. Ya'ni oldin kameraga yozilmaydigan gaplar hozir endi kameraga yozildi. Kamerada yozilyapti. Bu juda xavfli bu. Chunki hamma ham o'tirgan holatda buni tahlil qiladigan darajaga bormaydi-da. Men buni kimgadir kamsitish uchun yo boshqadan yiroq fikrda aytyapman. Hamma oshqozoniga yarasha ovqat yeganda tahlil qilish qobiliyatiga yarasha bo'lgan ma'lumotni oladi, tahlil qiladi. Hozir kattaroq oshqozon tahlil qiladigan narsani auditoriyaga berishyapti-da va auditoriya buni xohlagancha yeb tashlayapti. Va bu juda yomon salbiy oqibatga olib keladi. Chunki buni nazorat qilish imkoniyati yo'q. Bu shunchaki xaosni paydo qiladi. Xaos esa har doim xohlasa, xohlamasa yangi bir narsani paydo qiladi. Mana Amerikani butun tizimiga qarang, Amerika qaysidir siyosatni o'zgartirmoqchi bo'lsa, xaos yaratadi o'sha joyda. U xoh Iroq bo'lsin, xoh Suriya bo'lsin, xoh Afg'oniston bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, xaos yaratadi, xaosning ichiga kirib borib zo'r harakat qiladi. Men buni ko'proq Real Madridga o'xshataman-da. Real ham o'ziga o'zi xaos yaratib oladi-da. O'sha xaosdan keyin chiqib ketadi-da. Odamlar xaosga kirgandan keyin o'ylab qoladi-da. Shuncha miyasidagi sistema, taktika, boshqa hammasini unutib yuboradi. Faqatgina o'zini yovvoyi hirsi tufayli harakatlanadi. Va bunaqa vaqtlarda qahramonlar kerak. Real faqat qahramon yig'ib olaveradi. Natijada o'sha xaosdan unumli foydalanadi. Lekin buni insoniyatga qo'llamaslik kerak. Chunki insoniyatda buni qo'llasa ko'pchilik jabr ko'radi. Hozirgi bo'layotgan jarayon shunga o'xshaydi menda ko'pincha. Va bu menimcha deyman, yangi ana uni eshik taqillatishiga o'xshaydi. Yangi real tuzum o'zgarishini taqillashiga o'xshaydi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda menimcha nimadir eshik qoqib turibdi va biz shu vaqtgacha o'rgangan tizimlar chilparchin bo'lib yangi tizim kirib keladi-yu va buni signali eshikni ochadigan ovozga o'xshaydi bu. Va chunki undan oldingi harakatlar ham xuddi shunaqa holat bilan kirib kelgan, hozirgisi ham shunga o'xshaydi. Va o'shani signaliga o'xshaydi bu. Va menimcha o'zgaradi jamiyat. Insoniyat endi haqiqiy shu vaqtgacha o'rgangan narsasidan voz kechadi. Qo'pol qilib aytganda bizda o'rnashgan qoidalar bor edi. Bir inson ikkinchi insonga nisbatan ma'lum bir munosabat saqlab gapiradi. Qo'pol qilib aytganda bizda uncha yo'q edi. Yevropada maska tizimi ko'payib ketgandi. Ya'ni siz kim bilandir muloqot qilar ekansiz, niqob tizimidan foydalanasiz. Ana o'sha siz aytgandek o'sha niqoblarni yechib tashladi. Hozir misol uchun Manchester aytib mana shu Trump zo'r sindiryapti-da. Ha, sindiryapti. Ya'ni siyosatda bu gapirib bo'lmaydi, bundoq chiqib misol uchun bitta boshqa prezident yomonlab bo'lmaydi yoki mashina asal yo'qolayotganiga hayron qolasiz. Ya'ni
O'sha biz aytgan o'sha debatmi, uchrashuvmi, qanaqa nomlasa bo'ladi. Menimcha O'sha janjal desa bo'ladi. Ikkita garajda ichib olgan erkak kishilar bor. Spor qilyapti-da, Yetmay- san niprasan debdi. Ha, eng yomoni o'sha yerda mana. O'sha bahsga e'tibor bering. Siz minnatdor bo'lishingiz kerak deyapti-da unga. Yo'q, bu mana mavzu qolib ketdi. Sen meni hurmat qilmayapsan deyapti. Ha, endi boshqa joyga bo'lib ketdi-da. Bu ikkalasi ham umuman boshqa joydagi narsalar. Sen bir marta qancha rahmat deymi bizga deyapti-da. Bu faqat shaxsiyat gapi. Shaxsiyatda bu. Bu shaxsiyat mana bittagi asosiy narsa qolib ketdi. Bundan yutadi. Qo'pol qilib aytganda, menimcha, men o'ylayman, uni tortib olib borishdi Zelenskiyni shu narsaga. Va Zelenskiy shunchaki qochish imkoniyati bo'lmagani uchun tushib qoldi deb o'ylayman. Chunki bu ular tomonidan bu ularga yutuq bo'ldi-da. Amerika xalqi uchun yutuq bo'ldi. Hozir Amerikada butun tarix davomida ikkita g'oya yuradi. Internasionallar va izolyasionistlar. Internasionallar bu AQSh butun dunyo uchun jon kuydirish kerak. Va butun demokratlar. Internasional aytadi, nima kerak dunyo? O'zimiz ishimiz qilishimiz kerak. Respublikachilar. Hozir mana shularni g'oyasi uchun xizmat qilyapti-da bu. Va ikkinchi jahon urushidan oldin va birinchi jahon urushidan oldin internasionallar o'ta kuchli edi. Izolyasionistlar kurash qilib o'tardi. Birinchi jahon urushiga qo'shilishi izolyasionistlarni tugatdi-da, internasionallarni olib chiqib ketdi. Shundan beri Amerika dunyo siyosatida o'zining rolini hech qachon tushirmasdan harakat qilib yurdi. Hozir birinchi marta bir va ikkinchi jahon urushidan keyin izolyasionizmga qaytish bo'lyapti. Ya'ni aytayaptiki, yo'q, kerak emas bizga. O'zimiz o'ylaylik. Ha, agrotimizda muammo ko'payib ketdi deyapti-da. Va bu yaxshi, lekin bu katta kuch berilgan inson uchun xavfli. Bu aniq o'xshaydi. Supermen men borib bog'da kartochka ekishim kerakga o'xshaydi. Bu juda yomon narsa. Lekin shunaqa bo'lish kerak bo'lsa kerak-da. Lekin bu yomon narsaga yetaklab olib boradi. Chunki buni o'rnini boshqa narsa egallaydi. Ya'ni men buni faqat yaxshi taraflarini ko'rayotgandim. Bu yomon narsa. Endi boshqa joyga aralashmasdan faqat o'zi bilan asosan shug'ullan deb o'yladim. Qanaqa yomon narsaga olib boradi? O'yin qoidalarini har doim belgilab turadigan hakamni almashtirmoqchi bo'lsangiz, o'yin vaqtini o'zida. Shu vaqtgacha bo'lgan shot o'zgarib ketadi. Mana qo'pol qilib aytganda, o'yin qoidasini belgilab bo'ldik, kelishdik. Siz bilan men misol uchun 90 minut o'ynaymiz dedik. Qoidalar mamlaqa dedik. 45-daqiqa ketyapti. O'yin qoidani nazorat qiluvchi odamni o'zgartiramiz deyapsiz. U aytayapti, men zerikdim deyapsizlar, o'ynayapsizlar faqat. Men shuncha yugurib, burunga sarx ko'rsataman. Mana eng tez yugurganing palonchi deb aytasan, aslida men undan ham ko'p yugurdim. Nega hech kim menga na medal beradi, na menga oltin to'p beradi? Faqat palonchi odam oladi, gol urgan. Lekin men u bilan bir xil yugurdim. Sen bitta joyda yuguribsan desa va chiqib ketsa o'yinda. O'yin qanaqa bo'ladi? Men buni sal boshqa ko'rayotgandim. Ya'ni mana urushlar bo'lyapti va eski hukumat davomida urushlar zo'r davom etyapti-da. Ma pul davay urush. Sen endi bita olganda, sen uni bita bilan savlasan. Bunga shit olib bera olmasan, u bita bilan urib qolish mumkin, hokazo. Ya'ni qo'llab-quvvatlab turibdi pul bilan. Hozir hukumat esa, "Yo'q, men pul sarflayim kelmayapti, sen undan ko'ra urushmalaring" deb yarashtirib qo'yayotganda, men buni tasavvur qildim. Mana mamlakat zo'r aldamchi narsa borda, qarang, betaraflik degan tushuncha bor-ku, hozir aytayapti, biz taraf olmaymiz endi deyapti Amerika. Aslida buni tushunish kerak-da. Mana betaraflik aslida qaysidir tarafni olish. Misol uchun tasavvur qiling, yana o'sha misolga olaylik, xalq bilan bir oddiy odam urushyapti. Siz betarafman dedingiz, kimning tarafini olyapsiz? Mana siz supermensiz misol uchun. Aytyapsizki, xalq bilan qaysidir odam urushyapti. Men betarafman. Xalq bilan qaysidir odam? Xalq. Ana bu yovuz yashil qahramon bilan men xalq taraf bo'laman. Siz xalq taraf bo'lasiz. Hozir qo'pol qilib aytganda shunaqa-da bu. Bu aslida men betarafman degani, men aralashmayapman degani, o'zi taraf tanlab bo'lgan degani. Kuchsiz tarafni tashlab ketdim degani. Xuddi shunaqa. Faqat buni ochiqcha aytilmaydi, natijada mana urushlar tugaydi emas. Birato'la tugatadi deganda. Bu aslida taraf belgilab bo'ldingiz degan. Misol uchun 2-sinf bola bilan institutda o'qiydigan, bir zaldan qaytmaydigan, shug'ullanib yurgan bitta bola urushyapti. Va aytayapsizki, bo'ldi, men aralashmayman, o'zlaring hal qilib olinglar deyapsiz. Vaholanki siz buni ushlab turishga kuchingiz yetardi. Men aralashmayman deganingiz ekan, 2-sinf bola nima bo'ladi? Bu mana shunga o'xshaydi. Buni 2-sinf bolani yonini olishga boshqa odam keladimi desa, sinfdoshlar kelishi mumkin. Muammo o'shanda-da. 20 ta sinfdosh kelmaydimi? Ana institut bolasi qiyin-da. Mana shu jarayonga boryapti-da. Bu aslida qo'pol qilib aytganda muammoni, mana og'rib turgan tishni davolash emas, qo'parib yuborish deganda. Va bundan ikki tomonlama yutadi deyapti-da. Aslida bu xavfli deganim shuni aytayapman. Chunki bu narsa uyg'otib yuboradi-da. Gitler 33-yilda hokimiyatga kelgan paytda uni ishtahasi o'sha vaqt o'zida ko'rindi.
o'sha bufer zonani egallash, qurolsizlantirilgan zonani egallash, keyin misol uchun suditni talab qilishi, shunga o'xshagan holatlar bo'lgan vaqtda Britaniya bosh vaziri Chamberlain, Fransiyani prezident Dalade bular aytayapti, biz deyapti, og'ayni tinchlaninglar. Hammasi joyda bo'ladi. Aralashmaymiz deyapti. Aralashmaslik kayfiyati, tinchlantirish kayfiyati paydo bo'lyapti. Amerika esa aralashmaymiz deyapti. Yo'q, biz aralashmaymiz, o'zini ishi deyapti. Yevropani ishi. O'zini ishi o'zi qilib tursin deyapti. Nima bo'ldi? Bu qo'pol qilib aytganda unga oq fotiha berishdi. Bos deganida. Va natijada nima bo'ldi? Bosib oldi. Kuchayib oldi. Kuchayib olgandan keyin kirib borish endi gaplashamiz. Balki ortiqcha vahima qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'p takrorlarni ko'rganman tarixdagi voqeliklarda. Kimgadir orqa planga o'tayotgan bo'lsangiz, aslida siz xohlagan yo'nalishga yurmayotganligi uchun orqaga chekinasiz. Mana soddaroq tushuntirayotgan bo'lsam, chumolini harakatlantirish uchun to'siq qo'yib qo'yasiz. To'siq qo'yib ketaverasiz. Mana chumolimni bu yoqqa yo'naltirmoqchisiz, o'ng tarafga. Chumoli chapga qarab yuryapti. To'siq qo'ydingiz, bu to'g'riga yurildi. Yana to'siq qo'ydingiz, o'ngga burildi. Endi nima qilish kerak? Ana to'siq topib tashlash kerak. Men hozir Amerikani shunga o'xshataman. Hozir qo'pol qilib aytganda o'ziga xohlagan joyga yo'nalishga yurg'izib bo'ldi-da, endi ko'taryapti. Chunki o'sha tomonga yurgizmoqchi edi deb o'ylayapman. Va bu narsa qo'pol qilib aytganda qo'rqinchli narsalarga olib kelishi mumkin xulosada. Endi aytayotganimdek bilmayman balki, lekin tirik tarix ko'ryapmiz. Rostdan tirik tarix ko'ryapmiz. Bu hozirgi bo'layotgan voqealar hammasi ertaga Xudo nasib qilib umr bersa, 80 yoshda ham agar podkast qilsangiz, o'shanda gaplashganimizda utopiya bo'ladi odamlarga. Qarang, qisman fikringizga qo'shilaman. Ya'ni doim dunyoda misol uchun bitta emas, aytaylik 3 ta kuch bo'lishi kerak. Ya'ni ko'p qutbli bo'lishi kerak. Agar misol uchun sinf pahani xohlaganini qiladi-da, sinfdoshlari bilan. 2-3 ta misol uchun aniq emas, misol uchun qanchalik kuchli sportsmenlar bo'lsa, ya'ni bir-birini urib qo'yadiganda, ya'ni sal tiyilib turadi. Bunga qo'shilaman. Lekin bu holatda menimcha AQShning vazifasi ham paxanada ham kerosinchi-da. O'zi shunaqa. O'zi boshlaydi, keyin o'zi regulyatsiya qilyapti-da. Agar misol uchun tinchlansa, agar misol ko'p joylar aralashmasa, misol uchun kamroq kontrol qilyapti, nazorat uslayadi, lekin boshqa tarafdan kamroq urushlar ham boshlanadi birinchi navbatda. O'zi mana bunaqa narsada, mana yirik hayvonlar urushsa, jabrini mayda hayvonlar ko'radi deydi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa nima demoqchi bo'lsam, bunga teng keladigan держава bor edi bitta. Bu xuddi shu ikkalasi bular o'zaro masalalarni kelisha olmagani ma'qul. Nimadir muammoni hal qilmoqchi bo'lsa, o'sha ikkita paxani urushib yurgani yaxshi. Shunda xonani ichidagi o'qimoqchi bo'lgan boshqalar bemalol o'qiveradi. Chunki unga aralashmaydi. Lekin ikkalasi kelish o'rtoq bo'lsa, agar ikkalasi o'rtoq bo'lsa, dabdala bo'ladi. Chunki ana bu bola ikkalasi zerikkandan keyin ana bu bolani achkisini olib ko'radi. To'g'ri, qanaqa ko'rinasan deydi. Keyin ham lezginkaga raqsga tushib yurdi deydi. Bu yomon bo'ladi. Mana shuncha aytmoqchi bo'lgani bu noto'g'ri narsa. Undan ko'ra ikki tomonlama qutblashib turgan vaziyatda zo'r bo'lardi. Ya'ni bir qutbli narsa o'zi aslida eng noto'g'ri narsa, chunki odam shunaqa yaralib qolgan, shunaqa jarayonda o'tar balki. Inson tez zerikkandan keyin har xil bemaza narsalar qilib chiqadi. Inson agar mabodo o'zi bilan yolg'iz qolib ketsa va hech kim uni cheklanmasligini tushunib yetsa, inson g'alati narsalarni qilishni boshlaydi. Miyasiga shunaqa narsalar kelib qoladiki, odam o'zi qo'rqib ketadi, misol uchun. Lekin shuni qilib ko'radi. Va bir qutblilik xavfli. 2, 3, 4, ana borsin 5 ham bo'lsin. 26 ta bo'lmaydi-ku. Lekin o'shanaqa jarayonda qolganlarning xavfdan xoliligi ko'payadi. Bir-birini tiyish instrumentlari bo'lib turishi kerak. Bu uni tiyib turish kerak. Lekin hech kim tiyib bo'lmaydigan instrumentni paydo qilib qo'ysangiz yoki ikkalasi bu instrument tiyib turadiganlar o'rtoq bo'lib qolsa, yo sinfdoshlar kelishish kerak. Eng yomon narsasi shunda-da, hali o'zimga yetib kelmagancha og'riq meniki emas deydi-da odamlar. Bittasini olib, botanik deb achkisini ushlab turgan vaqtda narkib o'tirgan botanik yo'q, menga kelmayapti, nima deydi. Aslida ikkinchi jahon urushi misolida. Mana shu narsa eng xavfli-da. Nima zerkarli urush deb Zerkarli urush davri. Zerkarli urush davri. Ya'ni o'sha kutib o'tirgan-ku. Nima bo'lar ekan deb o'tiribdi-da. Bo'lmasa kerak, urush deb hamma jim o'tirgan. Hozirda ham misol uchun xavf shunda-da. Nima bo'ladi deydi, nima bo'lyapti deydi. Sun'iy intellekt u antda. AQShda bizda emas-ku, bizning o'rnimizda egallayapti. Nima bo'lyapti deydi. Bu yomon narsa bu aslida. Nima bo'lyaptidan ko'p narsa kelib chiqadi. Zerikma, qo'shningni yonibdimi, hech narsa qilmaydi. Qo'shningdan keyin sen uy. To'ta yana bitta uy bor, u ham yonib ko'rsinchi. Undan keyin chelak ko'tarib chiqqaningiz foydasi yo'q. Yoki ko'chaga chiqasiz, yo uysiz qolib ketasiz. O'sha uchun xavfli demoqchiman. Va aralashish kerak.
Odamlar daxldorligini his qilish kerak. Ana bu Jahon tinchlik tashkiloti tuziladi urushdan keyin, Kyurilar asoschisida. Shularning bitta gapi bordi. Eng katta aybdor kim bu urushda desa, hech kim deydi. Shunchani boshlagan fashistlar, boshqalar yo'qmi desa, yo'q, hech kim deydi. Nimaga desa, shu hech kim yo'qligi uchun urush bo'lgan deydi. Ya'ni odam bor bo'lsa deydi, odam bor bo'lsa nimadir to'xtatadi deydi. Chunki misol uchun tanangizni qaysidir joyi og'riyotgan bo'lsa, oyingiz yugurib kelib o'sha joyini davolasa, demak kimdir borki sizni davolayapti. Hech kim bo'lmasa, sizni hech kim davolamaydi. O'zingiz davolashingiz kerak bo'ladi. Va ular shu zo'r fikr aytgan. Inson endi nimadir tuzatmoqchimi? Hech kim yo'q ekan yordam berishga. Keling o'zimiz tuzatamiz. Ya'ni inson hech qanaqa davolanish imkoniyati yo'qmi? O'rmonda yotibdimi? Va yordamga kelmayapti. 103 qiladimi, boshqa qiladimi, yo'qmi? Bitta chorasi shu. O'zimizni davolaydi va immun qatlamiga ishonadi. Turadi o'rnidan, yuguradi, sport qiladi, boshqa qiladi, nima qilib davolaydi. Va endi biz o'zimiz davolashimiz kerak, chunki bizga endi hech kim ishonmaydi deganda. Hozirgi ham muammo shunda-da, nimadir uzoqda sodir bo'layotgan bo'lsa, hech kim teoriyasi ishlayapti hozir. Reaksiya bor. Bu reaksiya faqatgina ovoz bilan baqiroqda bor. Misol uchun Isroil bilan Falastinda butun sharq, butun musulmon olam, hozir Yevropa qismi ham misol uchun voydod deydi-da, ovoz chiqaradi. Ovozni nima ahamiyati borki davolashga. Boshqa real instrumentlar bor-da. Shundan foydalanadimi desa, yo'q, foydalanmaydi. Foydalanmagandan keyin foydasi yo'q. Misol uchun Uyg'uriston bilan Xitoy masalasida ham hamma gapiradi. Uyg'urlarda bunaqa, lekin ishlatadigan real instrumentlar bor, hech kim foydalanmaydi. Nimaga? Chunki yo'q, kerak emas. Hali menda hech narsa bo'lmayapti-ku. Va mana shu hech kim teoriyasi bizni mana bu aytganim o'sha qo'rqinchga yetaklab boryapti. Chunki bitta bum bo'ladi-da. Og'riq haddan ortiq ko'tarilgandan keyin yering yoriladi. O'sha yering yorilishga qarab ketyapti shekilli. Yoki yering yig'ishga ketyapti. Hozirgi jarayonlarda hammasi bir-birida yering yig'ib olgan, hamma bir-biridan alamzada, hammaning ichida azart bor. Dunyo davlatlarida o'ta o'nglar ko'p kelishni boshlayapti misol uchun. Va bularning hammasida ham shu ichidagi turgan narsasi bor, og'rig'i bor. Va hammani o'zini og'rig'i bo'yicha ruhlantirishyapti. Misol uchun mana bu e'tibor bersa, mana bu hazillashib maska taqib olgan Ilon deyman. Shu uchun Ilon Musk ham misol uchun o'sha ham kerak misol uchun. Birgina Germaniyada borib, Germaniyaning millatchi partiyasini ruhlantirib kelgani bu yomon narsa. Bunaqa darajadagi insonlar bunaqa gap aytmaslik kerak. Chunki bunga ergashadigan son mingta odam bor. Uni tanimaydigan odamning o'zi yo'q. Bu odamning og'zidan sizlar qila olasizlar. Nega bunaqa degan so'z chiqsa, bu yomon bu. Va qanaqa so'z ishlatganda? Germaniyalar uchun, nemislar uchun ko'tarish. Bu o'sha fashizmda boshlanish g'oyasi. Hozirgi misol uchun o'sha Germaniya millatchilik partiyasi qo'pol qilib aytganda statusi dahshatli o'sib ketdi. Hech kimning ishi yo'q edi. Hech kimning ishi yo'q edi. Bularning borligi yo'q, boshqasi yo'q, hech narsasi haqida. Lekin o'sha borib o'sha ularning yig'ilishida ishtirok etgandan keyin Elon Musk hamma bildi shunaqa borligini va hamma e'tibor berishni boshladi. Qarang, yani Germaniyaliklar uchun degan gapingiz shunda qo'shilmaysizmi? Hozirgi zamonda qo'shilmayman. Endi biz globalizatsiyaga o'tib ketdik-da. Bitta mahalla meniki deb yashash, mana bizda ko'p bor mahallaychilik bor. Bizni mahallaga kelib qoldi. Avjiga chiqqan, ya'ni O'zbekiston o'zbeklari uchun hozir menimcha dolzarb mavzulardan biri, ya'ni o'zbek tili mavzusi bo'lib ketyapti. Bu og'riq bu. Ya'ni rus tilida gaplashayotgan odamlarni yomon ko'rish va o'zbek tilida gaplashishni talab qilishda. Bu ikki xil narsada. Mayli, men bitta narsani tushunish kerak-da. Bu ham Xudoning bandasi, bu ham Xudoning bandasi. Uni ham yaratgani bitta, buni ham yaratgani bitta. Faqat buni yaratgan joy va makon boshqa, buni yaratgan joy va zamon boshqa. Zamon bilan makonda farqlanyapti ikkalasi. Lekin muammo og'riq nimada bo'ldi? Hozir inson o'zini toshbaqaga o'xshab yashaydigan davr o'tib ketdi. Toshbaqaga o'xshab yashay olmaydi. Misol uchun qo'l oyog'ini tiqib olib, o'zini kosasida yashay olmaydi. Kosasining ichida baribir telefonni titkilab, nimadir narsani o'ziga yuqtira olaveradi. Va bundan kelib chiqadiki, inson tayyor bo'lish kerak. Butun yer yuzi kurrai zaminni o'ziniki deyish. Bunaqa g'oya bor. Kosmopolitizm deydi. Bunga borish qiyin, lekin borsa bo'ladi. Ya'ni chegaralar yo'q, men shu dunyoning odamiman. Dunyoning odamiman va yer uchun daxldorman. Ya'ni hozirgi chegaralarni bu shunchaki mafhum belgilangan qanaqadir abstrakt narsalar tan olish kerak-da. Endi u lekin bu utopiya. Bu narsa. Bu utopiya. Aytaylik, Yevropa ittifoqida shunaqa hozir, misol uchun dunyosida. Aytmoqchi bo'lganim, Yevropa, Germaniya bilan Fransiyani shunaqa birga bo'lishini tasavvur qilish mumkinmidi? Ikkinchi jahon urushidan oldin bir tasavvur qiling. Ikkinchi jahon urushi doim urushgan-ku. Ne ish bo'lgan? Men butun tarix davomida urushni ko'rganman shular. Hozir ikkalasimiz uchun chegarasiz bir-biriga bemalol aylanib keladi. Va bir-birini hatto shunaqa hate qiladi, bir-birini dili ham og'rimaydi. O'sha ona taksi filmini hamma ko'rganmiz uchun. Inspektor tilidan nemislarni bo'ralab haqoratlari bor.
va nemislarni, fransuzlarni haqoratlashlari bor. Bular shunchaki o'rtog'ini ustidan kulsa, qanaqa qabul qilsa, xuddi shunaqa qabul qilgan darajaga yetib bordi bular. Hech kim kutmagan, lekin Germaniya, Fransiyani bitta qozonda bir-biri bilan shunaqa bo'lib ketishgan. Shuning uchun butun tarix ikkalasi bir-birini go'shtini yeb kelgan. Bunisi bundan joy tortib olgan, bunisi bundan joy tortib olgan. Alamzadalik kayfiyati ikkalasi o'ta kuchli bo'lgan. Lekin hozir yashab ketyapti bir-biri bilan. Nega mumkin emas degan qo'ya shuni aytayapman-da. Borishi mumkin, faqat u birdaniga sodir bo'layotgan jarayon emas. Va hamma narsa bir kishiniki uchun degan qo'yani bitta muammosi bor-da. Bu bizga bo'lishi mumkin hozir. Bizda uchrashi mumkin biz. Chunki bizga kimdir kelib ishlab biror nimani ko'tarishdan ko'ra o'zimizga topib bersak ham jarayon buni tan olishimiz kerak. Ishsizlik ko'p turishimizda. Lekin mana Germaniyaga o'xshagan mamlakatlarda nemislar uchun deydigan bo'lsak, bu dunyo ekonomikasiga ham zarar, bu oqimga ham zarar. O'zini iqtisodiyotiga ham zarar. Menimcha o'rta yosh qancha Germaniyada? 48 mi? O'rta yosh ham mayli, ularda oddiy ishni ishlaydigan odam o'zi ham yo'q. Misol uchun ularda bitta dastur bor-da, mana bu 3000 ta kasb bor. Nemislar xohlamaydi ishlashni. Shu hayot uchun qo'l ishlaydigan kasblar. O'shanga boshqa odam kerak deydi. Lekin bir o'rinda bunaqa g'oya chiqsa bu xavfli. O'sha uchun aytmoqchi bo'lganim, bu narsa xavflilik darajasi nima? Bu yuqadi bu. Chunki Germaniyani hamma taniydi, hamma ko'radi. Germaniyada shunaqa qilayotgan bo'lsa, fransuz aytadi, nega men qilmasligim kerak deydi. Chunki Fransiyada bundan ham katta og'riq bor. Fransiyani misol uchun terma jamoasiga qarang, bir dona Griezmann yuradi. Oppoqina bu. Qolgan yo'q. Ular fransuz-ku endi, o'sha to'g'ri bo'lsa. Men mo'mo yo'q fransuz, lekin uyg'otib qo'ysangiz Griezmann aytadi-da. Aytadi-da, g'oyasini uyg'otib qo'ysangiz. Bular chiqib ketsin deydi-da. Adashmasam Griezmanndan toza fransuz emas. Uni ham bilmayman. Aljerlimi? 100 nuqtai nazardan aytayapman. Men aniq bilmayman. Lekin oqqa o'sha. Oqlik uchun aytayapman, xolos. Men rasist emasman. Oq qora ajratishni aytmayman. Prosta aytmoqchi bo'lganim, shunga borib qolmasin deyapman. O'shanga borib qolsa xavfli. Chunki bu g'oya Overton tuyniga borib, Overton tuynigi nima desa, bitta umuman bo'lmaydigan narsa, bo'lmaydigan utopiya. Lekin shu narsani takrorlasangiz, odamlar hamma salbiy reaksiya bildirsa ham shunga imkoniyat yaratib berasiz. Chunki odamlar buni o'rganadi, qulog'i eshitadi, oddiy qabul qiladi, ertaga shu narsa real hayotda paydo bo'lib qolsa, unga katta reaksiya bildira olmaydi. Va qabul qiladi. O'sha Goebbels teoriyasida ko'p eshitilsa уже haqiqat bo'lib qoladi. Mana shu qo'rqinchlikda buni deb takrorlaversa keyin tabiiy aytadi-ki, nimaga sen bu yerda yuribsan deydi. Misol uchun hozirgi kunda mana yangi hukumatning eng katta yutug'i nima desa, propiska tizimi. Bizni jamiyatimiz uchun. Bitta O'zbekistonda siz yashab turib Toshkentda 10 kun propiskasiz yurishingiz mumkin edi. Jinnilik bu. Va shu darajaga olib qo'yuvdi. Misol uchun hozir shu narsani olib tashlagan bu eng katta yutug'i. Endi tasavvur qiling, hozir u aytgan mahallachilik o'shdan paydo bo'lgan deysizmi? Propiska tizimidan paydo bo'lgan bu. Ana, yomon kerosin qolmadi madam. Xuddi shunaqa o'ylayman. Yo'q, endi ya'ni mana shu bir sabablardan bo'ldimi? Propiskasi yo'q, endi bizda SSR boshlab bergan g'oyada bu. Maktabimizda bu haqorat edi, voy propiskasi yo'q ekan deylardi endi. O'sha sinfdoshlar orasida. Prikol bor debsiz-da. Bu mana misol uchun bu yomon narsasi, qarang mana. Bizda davlatda ya'ni viza olishingiz kerak, ikkinchi shaharga. Bu g'alati bu. Bu qo'rqinch bu. Misol uchun Yaponiyani rivojlanib ketishiga e'tibor bersak, 1865-yilda Musihito Meidzi islohotini o'tkazadi. O'sha islohotda birinchi qilgan ishi provinsiyadan provinsiyaga o'tadigan yo'l soqchilari qo'yib qo'yilgan. O'shalarni tugatadi birinchi o'q. Ya'ni hududlar o'rtasida harakatlanishni erkinlashtiradi. Qo'pol qilib aytganda, qayerda hozir misol uchun real ishga ehtiyoj bor, rivojlanish bor, unga oqib borsin. Qo'pol qilib aytganda, qayerda ko'proq odam to'plansa, yashash qiyinlashgandan keyin odamlar o'zini maksimum ishlatishni boshlaydi. Misol uchun o'zini qobiliyati bor, lekin qobiliyatni ishlatmasdan ham yashab yuribdimi? Odam ko'payib ketgandan keyin siz shunchaki uxlab ham harakat qila olmaysiz-da. Oldin misol uchun 2 soat uxlab, 20 soat uxlab, 4 soat ishlab ham tirikchilik qilgan bo'lsangiz, endi siz majbursiz 4 soat uxlab 20 soat ishlashga. Chunki odam ko'p, bo'lmasa tushib qolasiz jamiyatda. Bu rivojlantirib yuboradi jamiyatlarni. Bizda ham mana shu narsa og'riq edi. Bu viloyatdan bu viloyatga o'tib kelib, bu yerda nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, sizda ma'muriy chegaralar tursa, bu kulguli-da bu. Va aytmoqchi bo'lganim, bu xavfli. Buni SSR propiska tizimidan o'zi kirgizib bergan. Butun postsovet mamlakatlariga. Hammasi voz kechib ketdi. Bilmayman, bizda ancha cho'zilib qoldi, lekin zo'r ajoyib mana 2016 dan keyin olib tashlanganlik. Chunki kulguli, bu bilan rivojlanib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, Qoraqalpoqda bitta hududida bitta zo'r miya bor. Lekin bu yerga kelish uchun bir dunyo anodan o'tish kerak. Chig'iriqdan o'tish kerak. Bu hududga kelgandan keyin yana ijtimoiy sanksiyaga uchrasa, ijtimoiy sanksiya bilasiz, jamoatchilik tomonidan bildiriladigan e'tirozlar. Bu o'ta kulgili. Chunki aynan poytaxtning zo'r bo'lishi markazlashgandan keyin.
tabiiy. Boshqa viloyatlarda hosil bo'ladigan budjetlarning yig'imidan hosil bo'ladi, misol uchun. Bizda markaziy budjet yig'ilyaptimi? Unda qaysidir viloyat 70%, qaysidir 20%, qaysidir 60%, qaysidir 30% beryapti-ku. O'zida olib qolsa ekan, unda dodlasa bo'lardi. Misol uchun Toshkent 100% budjeti bilan shakllansa edi, Navoiy o'zini 100%, Samarqand o'zini 100%, Buxoro o'zini 100% budjeti bilan shakllanganda u boshqa masala edi. Budjet umumiy markazlashgandan keyin nega markazga kelishga to'siq qo'yish kerak? Sun'iy yaratilish kerak. Bu xavfli bu. Rivojlanmaydi bu. Aytmoqchi bo'lgan gapim shunda-da. O'sha kerak emas, o'shanda zo'r bo'ladi. Men misol uchun hozir yo'q u. Oldingi 2016 dan hozirgi kunga o'sishni qarang, ishchi o'rni. Misol uchun davlat hozir yana megapolisga aylantiraman deyapti Toshkent. Qanaqa qilib aylantiradi? Shu orqali aylantiradi. Agar propiska turganda megapolis bo'lmasdi va rivojlanish ham o'z-o'zidan uncha bo'lmasdi. O'shani hisobiga aytyapman xolos. Xo'p, O'zbekiston haqida sal batafsilroq gaplashsak. Millatchilik bu juda yomon narsa deb men o'zim bilaman. Ya'ni millatchilik shu O'zbekiston o'zi chegarasi ichida bo'layotgan millatchilik haqida sal gaplashsak-da. Meni bitta narsaga aqlim yetmaydi. Xorazmlik tanishlarim bor. Aytaylik, shu endi kontekstdan gapirganman. Endi biz o'zbekmiz desam, yo'q, biz xorazmlimiz deyilganda, ya'ni yana bir kishidan eshitmaganman buni. Ko'pchilikda. Vodiyga borsangiz qo'qonlikman deydi. 10 ta, misol uchun xorazmlikdan bir 4 tasi shunaqa degan menga. Kelgan misol Qoraqalpog'istonliklar biz o'zbek emasmiz, Qoraqalpoqmiz deydi yoki misol uchun Samarqand va Buxoroliklar o'zini misol uchun aksariyat tojikman deb tanishtiryapti-da. Keyin menda savol tug'iladi-da, tarix qiziqadigan inson sifatida-da. Unda o'zbek kim bo'lyapti? O'zbek nima faqat Qo'qon xonligiga tegishli bo'lgan o'sha hududda yashaydigan odamlar bo'lyaptimi? Shu mana bizda muammo ochiq qolib ketadi. 1924-yilda milliy chegaralanish boshlab, 25-yilda O'zbekiston degan davlat tuzilganda, O'zbekiston SSR deb nomlaganda. Nechinchi yilda deysiz? 25. 24 o'zi tuzib bo'lingan, 25-yilda e'lon qilingan. 1900. O'sha paytda O'zbekiston degan davlatga nom berildi. Bizning davlatimizga va chegaralar berildi. Undan oldin Turkistonskiy SSR bo'lgan. Yo'q, undan oldin Buxoro Xalq Sovet Sotsialistik Respublikasi, BXXR va XXSR Xorazm bor edi. Qo'qon zonasida Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi bor edi. Va 24-yilda milliy chegaralanish o'tkazildi. Milliy chegaralanish o'tkazilgandan keyin bizga birinchi marta o'sha vaqtda tamg'a qo'yildi. Mana shu xavfli edi. Va uzoqda o'ylab qildi o'sha paytda. Misol uchun, mana bu hududni chegaraladida turkman yashar ekan dedi. Bu chegarani qildida, bularga qozoq deb nom berdi, qirg'iz deb nom berdi. Eng qizig'i adashmasam, mana shu hududlarga kelmagan insonlar mana chegaralarni bo'lgan. Chegaralarni g'alati bo'lingan. Misol uchun bizda Qoraqalpoqda to'g'ri chiziqdan ham bilsangiz bo'ladi. Tekisda chiziq bo'ladi. Chegara bo'lish kerak emas. Yo'q, hech qayerda unaqa yo'q. Mana tupit tushgan-ku. Chegaralar adashmasam tabiiy baryerlar bilan bo'linish kerak. Misol tog' bo'lsa, o'sha tog' anusi bilan chizilish kerak, daryo bo'lsa. Zo'r chizilgan, tupit lilinka bilan chizib qo'ygan o'shayda. Muammoni eng kattasi nimada bo'lgan o'shanda bizaga nom berilayotgan vaqtda O'zbekiston degan nom berildi. O'zbekiya yoki O'zbekiston deb ikkilanib, O'zbekiston deb o'sha paytlarda adashmasam yana variantlarda Turkiston bor yo'qligini aniq qiyin bo'lsa kerak Turkiston chiqarib yuborardi. Qipchoqiya degan nomlash mo'moqchi bo'lgan. Lekin bu Qipchoqiya umumiylashib ketadi, ko'pchilik kirgizib yuboradi deb undan voz kechib O'zbekiya degan nomni berishgan. Va shu davlat tuzildi, O'zbekiston degan. Va muammo ana shundan boshlangan. Nomda katta muammo bor-da. Bu oldin ham ishlatilgan nom bo'lganmi? Ha, millat o'laroq ishlatilgan bo'lgan, ko'pchilik o'zbek bo'lgan. Lekin o'zbek hamma emas-da. Hamma o'zbek emas-da. Urug' masalasi. Misol uchun meni urug'im Qiyot Qo'ng'irot urug'. Misol uchun men Qiyot Qo'ng'irotman, kelib chiqishim bo'yicha. Xuddi shunaqa jarayonda muammo nimada bo'ladi? Haqiqiy bilgan odamlar bor-ku. O'zini ushlab turadigan elita ko'pincha buni saqlab qoladi. O'sha elitarlar o'ylaydi-da, keyin aytadi, nega men o'zim nomim bilan tilagan joyda bo'lmayman deydi. Misol uchun sizning familiyangiz Ravshanov. Olib tashlab Ravshanov bo'lmaydi desada, siz baribir oilangizga men Ravshanovman deb yurasiz. Bu yomon narsa, demoqchi bo'lganim shunda. Va biz baho bermadik-da. Tarixda yozish kerak edi, aytishimiz kerak edi. O'zbek degan so'z qayerdan kelib chiqdi? Bizga zo'r zarba berganda bular. Bizning katta tariximiz bor-da, 2700 yillik. Lekin tariximizda 1925-yilgacha O'zbekiston deb ataladigan davlatning o'rni yo'q. Biz bormiz davlat sifatida. Biz Buxoro xon amirligi, Qo'qon, Xiva xonligi va undan oldin Temuriylar, misol uchun ketdi. Davlatchiligimizni olib borsangiz, olib ketaveramiz. 2700 yil miloddan avvalgi asrlargacha ketaveramiz. Muammo shuni bolaga manipulyatsiya qilishni, ya'ni tushuntirishni qiyinlashuvi endi. Bola o'rgangan bilan tushuna olmaydi. Bu yoqda biz Mo'g'run Nahr desak-da, bu yoqda keyin O'zbekiston desak-da, Mo'g'run Nahr hududi bilan O'zbekiston hududi yer bilan osmoncha farq qilsa.
Chunki Movaroun nahriga kirgan hudud boshqa. Endi Buxoro xonligi amirligi haqida gapirsak-da, Buxoro amirligiga kirgan hududlarning yarmidan ko'pi hozir bo'lmasa-da, yoki Xiva xonligi haqida gapirsak-da, Xivaning markazi bizda qolgan bilan boshqa hududlar chiqib ketgan bo'lsa, yoki Qo'qon haqida gapirganimizda ham xuddi shunaqa sodir bo'layotgan bo'lsa, bo'shliq hosil qiladi ichkarida. Shuning uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari kelishish kerak-da tarixda umumiy masalasida. Ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlarining hammasi yig'ilib bitta tarix yaratish kerak. Yaratish kerak deganda yana yangi narsa yaratish kerak emas, qabul qilish kerak. O'sha bizni oldingi tariximiz umumiy ekanligini. O'sha tarix meniki ham, seniki ham, uniki ham deyish kerak. Turkman ham aytish kerak, qozoq ham aytish kerak, qirg'iz ham aytish kerak, o'zbek ham aytish kerak, umumiy tariximiz borligini tushunish kerak va bitta tarixda ekanligimizni qabul qilishimiz kerak. Shunda ancha osonlashardi tushuntirish. Va mahalliychilikning kelib chiqishda eng katta sababi Xorazm aytadi, misol uchun. Tabiiyki siz kimgadir eshik yopsangiz, kimgadir eshik yopgan odamning ikki xil reaksiyasi bo'ladi. Birinchisi bu eshikka qaytib kelmayman deydi. Yoki kimligimni hali ko'rsataman deydi. Va u ham keyin men mamunchaman deydi, mana bunaqaman deydi. Shuning uchun eshik yopishdan yopmaslik kerak edi deyman-da. Bu hudud qarang mana Xorazm Xiva xonligi O'zbekiston tarkibida markazi turibdi, Xiva poytaxt sifatida. O'zbekiston tarkibiga kirdi. Buxoro amirligi ikkita katta siyosiy markazi bor. Samarqand, Buxoro amirligi. Buxoro O'zbekistonning ichida turibdi. Qo'qon xonligi misol uchun Farg'onaning ichida turibdi, misol uchun Qo'qon. Va Toshkent ichiga kirib ketgan. Keyinchalik Toshkent bekligi ma'lum bir muddat bo'ldi. U ham shuning ichida. Markaziy Osiyoning 4 ta katta ma'muriy markazi bitta davlat ichida turibdi. Va bo'lib ham bular hammasi 1 yil yo 2 yil yo 3 yil yo 10 yil yo 20 yil davlat qilmaganda. Xivaning davlatchiligi 1500 dan boshlab hisoblang. 1920 gacha ketyapti. Buxoro amirligini yoki xonligi davrida xonlik, keyin amirlik 1500-yildan 1920 gacha ketyapti. Bu hasilakam davr emasda, Qo'qonning o'zi qisqaroq bo'lishi mumkin. 1210 dan 1865 gacha 68 gacha ketayotgan bo'lsa, unda ham davr kattada baribir. Ya'ni shakllangan ongliklar Qo'qon bo'lib shakllangan, Xiva bo'lib shakllangan, Buxoro bo'lib shakllanganni bitta davlat qilishdi. Bu yomon emas, bu zo'r, lekin buni Markaziy Osiyo qilganda undan ham zo'r edi. Lekin xo'p, o'sha davrga qayta olmaymiz endi. Va bo'lib berdik, bo'lib bergandan keyin. Endi buni 3 ta katta siyosiy markazni, 4 ta katta siyosiy markazni bitta joyda o'ynatmoqchimisiz? Siz teng imkoniyat bermasangiz, tabiiyki u aytadi, tarixni tiklasa ko'p narsa bordi. Xorazmning tarixida dahshatli voqealar bor, misol uchun bemalol o'zi ko'rsatib chiqish mumkin bo'lgan. Buxoroda ham xuddi shunaqa, vodiy tarafda ham xuddi shunaqa. Buni yo'qotish uchun nima qilish kerak desa, hammasiga bir xillik yaratib berish kerak. Shuning uchun hozirgi anon siyosatda 100% to'g'ri deyman-da, propiska tizimini olib tashlagan. Nimaga desa, o'shanga ehtiyoj yo'q hozir. Misol uchun oldin ehtiyoj sezilgan bo'lishi mumkindir, hozir ehtiyoj sezilmaydi. Nimaga desa, chunki real case'da men bir hududdan ikkinchi hududga o'tmoqchi bo'lsam, endi qiynalmayman. Kelib hozir yashayotgan bo'lsam, kimligini yoqamdan ushlab qana men esimda birinchi marta dokument topshirishga kelganman institutga. Mana uzoqda emas, mana bunda Shotir Rustaveli ko'chasida Bobur parki tarafga qarab ketyapman. Ikkita militsiya xodimi to'xtatib, hujjatlaringizni so'rayapti-da, aytyapman, pasportimmi yonimda turibdi. Mahkamaga kirib chiqishimiz kerak. Nega desam, barmoq izi olishimiz kerak deydi. Nega? Xo'p, men necha kundan beri yurganingizni bilmayman-ku, propiskangiz yo'q ekan deydi. Xo'p, men dokument topshirishga kelganman, 3 kun bo'ldi kelganimga deyapman. Xo'p, kim isbotlab beradi? Aytdim, amakim bor, amakivachcham bor. O'sha turganman. Menga butun boshli protsedura ketyapti. Bu. Hali bo'lib ham necha yosh endi? 17 yoshli bolaga bu narsa tushsa, agar ana bo'lsa tasavvur qiling nima bo'ladi? Shashalaydi kimdir, gapini unutib qo'yadi kimdir, umumiy hayotiga bu ana emotional damage deydi-ku, bumib tushadi. Va o'tirib o'ylaydi keyin u aytadi, ha, demak deydi, meni qabul qilishmayapti, sig'dirishmayapti, boshqa qilmayapti, palon bo'lmayapti. Jamiyat bundan qochish kerak. Odamlar ham bundan qochish kerak. Hozir yo'q bu narsa. Lekin yana kimdir buni titkilasa, ha 12 dedi, bu palondan ekan, yoki yapti dedi, bu pistondan ekan. Umuman yo'qotib yuborish kerak bu narsani. Agar yo'qotmasa, qo'pol qilib aytganda bitta mashinani harakatlantiryapmiz u, kimdir rolini ushlab olganda, kimdir balonni ushlab olganda xohlagancha burayotibdi. Kimdir aytadi, men bu tarafga ketaman deydi, kimdir bu tarafga ketaman deydi. Mashina yurmaydi umuman. Bir joyda qimirlamay o'tiraveramiz. Qo'pol qilib aytganda qayiqni olib, yarmi oldinga qarab, yarmi orqaga qarab suzsa, qayiq aylanib qoladi joyida, tamom. Undan qutulish uchun bitta manzil chizib ketishimiz kerak. Qabul qilish uchun esa tarixni o'sha holatimizga qaytishimiz kerak, umumiylashtirib qo'yishimiz kerak. O'shanda yutamiz. O'zbeklik kimligini so'radimi? Shunda menimcha to'liq bo'lmadi. Javob bo'lmadi. Ya'ni qisqa lo'nda misol uchun. Yana bir marta shu bitta qisqa javob bersangiz-da, ya'ni bu mana o'zbeklarni kelib chiqishi haqidagi bitta masalada. Dasht Qipchoq deyiladi, hozirgi Qozog'iston taraflar. Va Chingizxonda 4 ta o'g'li bo'ladi.
Chingizxon 4 ta o'g'liga Chingizxon ulus qilib bo'lib beradi yerlarni. Shulardan Jo'jiga Jo'ji ulusi bor. Jo'ji ulusiga tekkan hududlarda Jo'jining bitta o'g'li bor, Shaybon degan, 5-o'g'li. Ana shu Shaybonga aynan hozirgi dasht qipchoqlar to'g'ri keladi. Ya'ni Qozog'istonning sal o'rta qismlari. Va aynan o'sha hududlarda yashagan dasht qipchoq Shaybon urug'i, Shayboniylar davrida bir Shaybon ulusi yoki Jo'ji ulusi deyiladi. Abul Xayrxon davrigacha yoqdan bu yoqqa o'tib yuravergan. Abul Xayrxon 1428-yil davlat tuzadi. O'zbek ulusiga asos soladi. Birinchi marta o'zbek degan so'z o'sha paytda ishlatilgan. O'zbek ulusi ishlatilgan so'z. 1428 dan 1468-yilgacha Abul Xayrxon o'zbek ulusini boshqaradi. Abul Xayrxonning vafotidan keyin o'zbek ulusi parchalanib ketadi. Abul Xayrxon hatto Temuriylar o'rtasidagi o'zaro urushlarga aralashadi. Ya'ni taxtni olib berishda, harakatlanishda bularda ham ishtirok etgan. Va Abul Xayrxon vafotidan keyin o'zbek ulusi parchalanib ketgandan keyin uni o'g'illari ichidan Shohbudoq sultonning o'g'li Shayboniyxon, ya'ni Muhammad Shayboniy va Mahmud sulton ikkalasi Turkistonga, Buxoroda aylanib yashaydi. Va bular bu hududda katta bo'ladi va o'qiydi, madrasada ta'lim oladi. Keyinchalik Shayboniyxon yollanma qo'shin tuzadi. Va yollanma qo'shin bilan Temuriy shahzodalarga yollanib xizmat qilib beradi. Ya'ni kimnidir o'zaro urushi bo'lsa, bu yollanma qo'shin bunga haqqini berasiz, bu aralashib muammoni hal qilib beradi. Va keyinchalik o'zini yurtiga qaytib boradi. Dasht qipchoqqa va qaytib borib, bobosi asos solgan davlat qaytib tiklaydi. 80-yillarda, 15-asrda. Va o'zi tuzgan o'sha bobosining davlatini tuzgandan keyin ular azaldan ancha vaqtdan beri o'troq hayotga o'tishni xohlab yuradi. Lekin o'troq hayotga o'tish nima degani? Misol uchun shaharlar qurish, dehqonchilik manzilgohlari, ziroatchilik manzillarini qurish kerak. Bu uzoq jarayon. Dasht qipchoqda nazorat olayotgan bo'lsak va bu ko'p davrni bo'yniga oladi. Shunda Shayboniyxon fikr bildiradi. Keling, tayyor o'zlashtirilgan hududga boramiz. Ya'ni Movrun nahriga. Temuriylar saltanatiga. Va Temuriylarni bosib olishga kirishadi. 1499-yilda harakat boshlangan bo'lsa, 1507-yilda to'liq tugaydi. Va butun Temuriylar shahzodalarining Temuriylarni hududini Shayboniyxon bosib oladi va o'zbeklar ko'chib kelishni boshlaydi Movrun nahriga. Ya'ni Amir Temur imperiyasi paytida ular o'zbek deyilmagan. Yo'q, ular o'zbek bo'lgan o'zi aslida. Shaybon ulusida mana o'zbek degan nom ulusi ketavergan. O'z-o'ziga bek deydi, har xil nomi bor. Aniq aytilmagan jumla shundaki, bular toponimik nom sifatida mana bunga tegishli deb tegishliligi aniq kimgaligi, lekin aniq urug'ini kelib chiqqan joyi berilmaganda. Misol aniq lekin Shaybon urug'idan kelib chiqqan, Shaybon naslidan kelib chiqqan, Chingizxonni Shaybon naslidan kelib chiqqan. Lekin ularni birdan olib biz endi Chingizimizmi degan to'ygacha bormaslik kerak. Sababini aytaman, chunki ko'chib kelgan o'zbeklar xohlasa xohlamasa bu hududdagi aholi turkiy xalq bilan assimilyatsiyaga uchragan. Ya'ni qo'shilib ketgan bir-biri bilan. Qon qarindoshlik, urug'chilik shu bilan hammasi qo'shilib ketib, miksovoy holatga kelganda va shu bilan bizga hukmdor nom sifatida o'zbek degan so'z kirib kelgan. Va shunda o'zbeklar bizga 15-asr va 16-asrda kirib kelgan, lekin bu degani biz shu vaqtda shakllangan degani emas. Lekin o'zbek degan so'zni kirib kelish mana shunda. Shuncha hozir aytmoqchi bo'lganim, bir dodalaringiz, bu amakilaringiz yoki kimlardir tarixga qiziqib urug'ini so'rab yursa, so'rab surishtirsangiz, aytadi o'zi qaysi urug'danligini. Misol uchun o'zbeklarda son mingta urug' bor-da. Men aytganimdek, xuddi menga ham aytishgan. Men ham borib birdan o'zimcha topa olmaganman, menga ham aytishgan. Qiyot qo'ng'irot urug'danmiz deb. Yana kimdir aytadi, 1000, Bahrin, Tana Bahrin, 100 bor, ko'p urug'lar bor. Saroy urug'i bor misol uchun, urug'lar har xil. Va o'sha urug'larni hamma, lekin eng ko'p tarqalgani o'zbek bo'lgan va o'sha vaqtda SSR tuzilgan vaqtda shunga qarab, bo'ldi o'zbek deb nomlaymiz deganda. Shu bilan nom sifatida kirib kelgan. Tushunarli. Lekin bizning hududimizda hammamiz bitta narsani tushunish kerak. Hozir o'zbekmiz. Qo'pol qo'yayotganda mana maktab almashtirganmiz. Eski maktabimda o'quvchisiman demaysiz-ku, yangi maktabga borganingizdan keyin. Xuddi shunga o'xshagan holat bu ham. Ya'ni biz bir vaqtlar misol uchun har xil yurgan bo'lsak ham, hozir asli qayerdamiz va qaysi davlatdamiz. Shu muhim. Hozir biz O'zbekiston hududida tug'ildik va bizga o'zbek degan nom berildi. Biz hozir o'zbekmiz. Shuni qabul qilsak, bo'ldi, muammodan qutulamiz. Agar mabodo kavlaversak, olovni qancha kavlasangiz, shuncha cho'q o'chadi. Biz hech narsa qila olmaymiz. Tushunarli. Ya'ni misol uchun ba'zilarida boshqa tilda gaplashsa, agar aytaylik, mana shu Buxoro, Samarqand hududida yashayotgan odamlar agar misol uchun oilasida tojik tilida gapirishayotgan bo'lsa, biz tojimiz deyapti-da. Lekin aslida o'zbek baribir. Ha, lekin qattan u kelib chiqadi, u tilga qarab aytiladimi, qongami yoki mana shu hududda
tug'ilib o'sgan bo'lsa, ya'ni o'zbek bo'lmaydimi deb qo'yamanda. Mana Buxoro amirligida bir muddat forscha til hukmronligi boshlandi. Ya'ni fors tili o'lmagan bizda hech qachon. Ya'ni o'sha fors tili Eronga tegishli bo'lgan til bo'lsa, tojikchaga yaqin misol uchun. Haqiqiy Tojikiston tili bilan Buxoroni uncha o'xshamaydi misol uchun, farq qiladi ozgina. Farq qiladi. Xuddi shunday forsniki bilan ham %100 tushmaydi, farq qiladi ozgina. Lekin bularning o'zida shakllangan shu narsa turibdi. Endi ular millat o'laroq qaraydigan bo'lsak, o'zbek, tojik, turkman degan millat yo'q. O'zi aslida misol uchun bir asr, ikki asr millating nima desa musulmonman deyishgan. Lekin bu narsa hozir yo'qolib ketdi. Endi yo'qolgandan keyin hozir millatga ajrataversak, ishoning O'zbekiston 12 taga bo'lib ketishi mumkin edi o'zi. Undan ko'ra bitta narsani to'liq qabul qilish kerak. Qaysi tilda so'zlashishi, mayli, bu yoqqa qo'yib turaylik-da. Bitta narsani olaylik, hududni olaylik bo'ldi. Makonga qarab yuritsak qutulamiz. Agar mabodo tilga qarab yuritayotgan bo'lsak, buni kavlasak ko'p narsa kelib chiqaveradi. Xuddi shunaqa Xorazmda misol uchun o'ziga xos, mana Namanganga boring, o'ziga xos til u ham. U ham boshqacha qilib mumkin, u ham aytish mumkin. Men misol uchun alohida olib borsa bo'ladi. Xorazmda ham xuddi shu narsa bor. Buxoroda ham, Samarqandda ham shu narsa bor. Lekin bunga ha deb urg'u beraveradigan bo'lsak, ishoning unda bo'linib ketib qoladi. Shuning uchun adabiy til bor. Shuning uchun qolganlarni sheva deb qaraladi. Shuning uchun hamma adabiy tilda gapirsin deyiladi va shuning uchun bitta makonda turibmizmi, hammaga bitta fuqarolik beriladi. Va shuni qabul qilsak, bunda bo'linish yo'qoladi. Ichkarida nimaligimizdan ko'ra hozir tashqarida nimaligimiz muhimroq. Adashmasam hozirgi pasportlarda ham fuqarolik O'zbekiston deb yozilyapti. Oldin esa shu aytaylik tojik, koreys degan narsalar joy o'zgarardi. Millati degan joyi bo'lardi. Hozir o'sha sotib ishlanganmi? Millat tanlash mumkin hozir, lekin biopasportda millat degan joy menimcha ko'rmadim. Yana bilmadim aniq. Hozir ya'ni ID kartalar faqat bo'lyapti-ku. Ha, ID karta aniq bilmadim, lekin buni endi hozir noto'g'ri gapirib qo'ymayman. O'zbek degan joyi O'zbekiston. Lekin oldingida aytganingizdek bor edi, turardi. Mana fuqarolik turardi. Keyin millat turardi. Millatni xohlasa tojik tanlash mumkin edi, yo turkman yoki nimadir bo'lsa tanlash mumkin edi. Menimcha hozir yo'q bo'lsa ham kerak, aniq bilmadim lekin. Rost. Lekin olib tashlangan bo'lsa zo'r bo'ladi. Adashmasam olib tashlangan. Unda zo'r. Xo'p. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, meni qiziqtirayotgan mavzu bu sayt ittifoqi, chunki hozirgi O'zbekistonni asosan mana ya'ni biz mustaqillikka erishdi deb aytamiz. Asosan bu mana shu Sovet davridan keyin bo'lgan narsa haqida gap ketyapti. O'zi Sovet ittifoqi qanaqa bo'lgan va misol uchun hozirgi zamonda xeyterlari va fanatlari bor. Kimdir romantizatsiya qiladi, kimdir esa yo'q, yomonlaydi. Ha, yomonlaydi. Tarixda sizdan mana shu o'rgangan narsamiz har bitta narsaga yaxshi va yomon taraflari bilan birga qabul qilish kerak. Ya'ni oq qora emas. Rangli, har xil. Kul rang. Qaysi ochroq, qaysi to'qroq, ya'ni Sovet ittifoqiga men qanaqadir shu neytralman, buyukligini tan olaman, juda ham buyuk bo'lgan, kamchiliklari ham ko'p bo'lgan. O'sha haqida gaplashsak-da, o'zi iqtisodiy taraf bilan menga juda ham qiziq. Bu ham bahsli bo'ladimi? Bahsli. Unaqa bo'lsa, mana bunaqa muammo bor-da. Qarang, birinchi boshlaylik, buni oxirida kelamiz. SSRni davrida mana yoshlik o'tgan davrni hamma o'zi sog'inadi. Romantizatsiya degan tushuncha bor deydi, nostalgiya. Misol uchun men doim mashinada qo'shiq eshitib qolsam, mabodo uzoq yo'lga ketayotgan bo'lsam, eski qo'shiqlar eshitaman. Yoqadi o'zimga. Yangi qo'shiqlarda misol uchun ba'zan eshitish mumkin ruhiyat kelgan paytda, lekin ko'pincha menga eski davrni ko'proq qo'msayman. Misol uchun biz oldin maktabda paxtaga olib chiqishardi, litseyda ham paxtaga olib chiqishardi. Men paxtaga chiqqan paytlarni yomon ko'rardim. Men shu tasavvur qiling, ana sport zalga o'g'il bolani tiqib qo'yadi. Sport zalga shunday kirasiz. Shu kirganingizdan o'zi ana bu ipr jangi bo'lgan, birinchi marta xlor ishlatilgan gazli, zaharli gazli jang. Shu kirganingizdan o'zi motivatsiya paydo bo'ladi sizga yashab qolish uchun. Shu tasavvur qiling, 200 ta o'g'il bola bitta sport zalda o'tirgan bo'lsa, ana terda o'zidan omon chiqish uchun katta kuch kerak-da. Ana ilk naskini olib shunday otib tikka qilsangiz bo'ladi-da, shunisiz bo'ladi. O'sha menga juda anoyidi. Men birinchi marta kirgan vaqtimda paxtaga borib, umumiy yotoqqa borgan paytimda dahshat bum bo'lganda, yo'q deganman-da, ketaman deganman-da, yoqmagan misol uchun. Keyin paxtaga chiqqan vaqtda norma berilgan 40 kilogramm terish kerak, termasa shtabga olib chiqib gap so'z bo'lardi, boshqa bo'lardi. Lekin hozir eslasam menga yoqadi. Shunaqa yoqadi, paxta davrini eslasam. Qo'pol qilib aytganda, yoshligim o'tgan. Do'stlarimiz bilan birga bo'lganman. Sinfdosh, kursdoshlarimiz bilan bo'lganman.
iliq munosabatlar bo'lgan va bu narsalar eslatishga yoqadi menga. Xuddi hozirgi kunda ham SSR haqida qumsi degan narsada shuni eslayman men ko'pincha. Ya'ni siz o'tmishga qaytayotgan vaqtingizda yomon narsalarni o'ylamaysiz baribir. Yaxshi narsalarni eslaysiz. Va yaxshi narsalar keladi. Tabiiyki yaxshiliklar bo'lgan. SSR dunyo uchun birinchi marta ijtimoiy himoya tizimini taklif qilgan davlat. Butun dunyo shundan andaza olgan. Ya'ni qaysi ijtimoiy himoyalar degani ishsizlik nafaqalari, pensiyalar, bunga o'xshagan narsalarda bu xohlasa xohlamasa dunyo dod deydimi, voy deydimi, SSR bunda yetakchi. SSR o'sha vaqtda aynan shu narsani taklif qilib dunyoga tushuntirib bergan. Va ishsizlik nafaqalari, ijtimoiy nafaqalar yoki yoshga doir nafaqalar, shunga o'xshagan ana bu ko'p bolali oilalarga pul berilishi, shunga o'xshagan narsalarning hammasida ular bab yetakchi bo'lgan. Va keyin dunyo shundan olgan, qo'pol qilib aytganda. Bu tomonlari zo'r bo'lgan misol uchun. Keyin bizni jamiyatimizda plus ko'radigan bo'lsak, umumiy majburiy o'rta ta'limni joriy qilinish. Umumiy majburiy o'rta ta'lim va bu bepul bo'lishi kerak. Va bu narsa qo'pol qilib aytganda siz kimgadir nimadir o'rgatmoqchi bo'lsangiz, hech bo'lmasa o'qish bilan yozishni bilish kerak edi. 100%. Va ana shu o'qish bilan yozishni SSR postsovet mamlakatlarning birortasi noliy olmaydi. O'zini davrida savodsizlik past debdi. Savodsizlik ta'lim a'lo darajada bo'lganda bo'lgan, muammo bor, mafkura bilan bo'lgan. O'sha uchun u tomonni yomonlash mumkin. Mana shu uchun haqiqatan ham zo'r bo'lgan, o'rgatilgan hammaga, adashmasam 90+ yurgan har doim savodlilik darajasi. Hech qachon 90 dan pastga tushmagan. Rivojlangan mamlakatga borsangiz ham 90+ ga chiqish qiyin. Lekin SSRda bo'lgan. Lekin mafkura orqali bo'lgan, o'sha tomonlarni aytish kerak, ha, yomon. Lekin ilmiy nuqtai nazardan qarasak zo'r. Ilmiy muhitni yaxshi shakllantirib bergan. Bu pluslari bo'lishi mumkin. Va minuslariga qaytadigan bo'lsak, bu milliylikni o'ldirilish. Ziyoli qatlamni to'liq yo'qotish. Chunki bu degani ziyoli qatlam xohlasa xohlamasa immunitet beradi odamlarga. Immunitetni o'ldirsangiz, kasallikni tez yuqtirish mumkin. Degan odamlarni yo'qotish. O'sha ziyolilar hammasi umumiy bir burchakka olib tashladingizmi, unga xohlagan kasallikni yuqtirsangiz bo'ladi. Immun qatlamingiz o'lib qolsa, xohlagan kasallikni yuqtirasiz-ku. Ya'ni g'oyani singdirish oson bo'lgan. O'sha tomonlari yomon. Umumiy tarixni yarataman deb boshqa tarixlarni olib tashlanishi yomon. Tarixda ma'lum bir qismlarni saqlab qolib, o'zlari yangi narsalarni qo'shishi bu yomon. Keyin eng katta narsalardan bittasi umumiy jamiyat quramiz deganda, teng jamiyat quramiz deganda, bular bitta narsani singdirib kirgizishgan. Teng jamiyat deganda biz nima nazarda tutyapmiz deganda, tenglashtirish kerak hammani jamiyatda yashashini. Bu degani kambag'alni boy bo'lib chiqish kerak yo boyni kambag'alga tushirish kerak. Ikkalasini ham qilish harakat qilishganda ular. Ha, bular mamlaqa bo'lganda. Lekin bunaqa bo'lmaganda, o'rta sinf bo'lganda SSRni parchalanishi qiyin edi. O'rta sinf hammani kambag'al qo'yishgan. Ha, muammo mana shunda-da. Misol uchun boshida SSR butun tarixi davomida g'allani sotib oldi. Nimaga mana oddiy bug'doyni sotib olib yashadi? Butun davomida 74 yillik faoliyatda sotib oldi. Nimaga desa, chunki g'allani yetishtiradigan fermerlar o'rta qatlamida. Ya'ni ularni quloqlashtirib yubordi. Yerlarni olib qo'ydi. Yerlarni olib qo'ydi. Natijada biz dehqonchilikda hech qachon o'lik sistemaga o'tib qoldik. Va g'oyalar, mafkuralar, ertaklargacha hatto boylarni yomon ko'rsatish obrazi paydo bo'ldi. Oddiy ertakni ko'ring yoki bir anonsni ko'ring, boy albatta qorni chiqib ketgan, soqoldor, yuzi so'lib ketgan yomon bir inson sifatida tasvirlandi. Va bolalar tadbirkor, ya'ni yomon narsa. Bu narsa tabiiyki ta'sir qildi-da, chunki u iqtisodiy rechakni yuritadi. Va kimdirda boyni yomon deb ko'rsatganingizdan keyin boy bo'lishga motivatsiyasi paydo bo'lmasa, ishlab chiqarish boshqasi rivojlanmaydi. Davlat nima hisobiga kun ko'rdi unda? Nimaga rivojlantirsangiz? Xalq xo'jaliklari hisobiga. Lekin xalq xo'jaligida bitta narsa bor-da, daxldorlik hissi bo'lmasa insonda, siz u narsa baribir oyoq osti bo'ladi. Bitta korxonani 20 ta odamga sen xo'jayinsan deb bera olmaysiz. Misol uchun mana shu stakanga kimdirda daxldor qilib qo'ysangiz, shu sizniki desangiz, shunga qarab nimadir qilishi mumkin. Agar hammaniki bo'lsa, bu hech narsa bo'lmaydi. O'sha tomoni qiladi. Keyin xomashyo ishlab chiqaruvchi mamlakatga aylanib qoldi SSR butun iqtisodiyot davrida. Bu ham zarar bo'lgan. Xomashyo ishlab chiqaruvchi hozirgi kungacha shunaqa. Va neftning narxi tushib ketish hisobiga SSR inqirozi tezlashib ketdi keyin. Gaz va neftning inqirozi tushib ketishiga. Chunki butun dunyoga bog'lanib qolganda gaz va neft anosiga, xomashyoga. Qo'pol qilib aytganda, tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o'tib keta olmadi vaqti yetib kelgan paytda. Va yana keyin katta muammolardan bittasi hududlarni bir-biriga bog'lab tashladi haddan ortiq tarzda. Misol uchun O'zbekistondagi traktor ishlab chiqarish zavodidagi qaysidir detal Belarusdan olib kelinishi kerak, qaysidir detal Ukrainadan olib kelinishi kerak. Va bu zo'r bog'lab tashlandi. Muammo shundaki, bu davlatlar o'zi uchun rivojlanish bo'lmaydi keyin. Mana hozir o'shani ko'rdik. Tarqalib ketgandan keyin, misol uchun bizda samolyot ishlab chiqariladi. Chkalov aviatsiya zavodida. Lekin uni hamma instrumentini o'zimiz ishlab chiqarmaganmizda. Uni qayerdandir olib kelgan. Bu esa muammoli bo'lib qolgan. Ya'ni siz bitta narsani ishlab chiqarishga o'rganganingiz hisobiga ertaga qo'pol qilib aytganda qaysidir hududda ruchnoy tormoz tortilib qolinsa yoki og'ir holatga tushib qolsa, iqtisodiyot yurmay qoladi.
va o'sha holatda ularda shu og'riq muammo bo'ldi. Kommunizm tizimi qulagan sababini nima deb o'ylaysiz? Ya'ni asosiy sabab siz fikringiz bo'yicha nima? Misol uchun, men bu mavzuga to'xtalishganimda asosiy sababni shu iqtisodiy yasha olmaydigan model deb bilaman. Ha, o'zi utopiya kommunizm, lekin sotsializm utopiya emas. Sotsializm zo'r, kommunizm utopiya lekin. Xo'p, qarang. Men soddaloq tushuntiraman-da, kommunizm tushuntirayotganda bu inkubator jo'jachalarga o'xshaydi kommunizm. Kommunizm shu inkubator ichiga solib qo'yilgan jo'jachalar va jo'jada doim ovqat bor, tovuqda har doim ovqat bor, suv doim bor, uyi doim bor, faqat sharti bor. Shu tuxum qayerga ketyapti so'ramas kerak. Orada bitta jo'ja yo'qolib qolsa, qayerga ketyapti so'ramas kerak. Bo'ldi. Mana shu kommunizm. Bunda katta bitta og'riq bor-da. Va jo'jani otasi, onasi bormi? O'sha inkubatorda. Yo'q, tarix yo'q. Ya'ni kommunizm qilmoqchi bo'ldida bular umumiy tarixni o'chirib tashlashdi. Eski tarixni o'chirib o'zlari uchun tarix yaratishmoqchi bo'ldi. Ya'ni o'sha qaraydi, svet va chiroqni ota-ona deb yuraveradi. Leninni otam, Stalinni bobom deb yurganda yoki Stalinni otam, Leninni bobom deb yurganda yuraveradi. Ya'ni o'chirib tashlaydi, olib tashlaydi. Va o'sha uchun qilingan narsa. Endi muammo shundaki, tuxum ketsa, go'sht ketsa va qolganlar ishlab yuraverish kerak yana. Kun o'tyaptimi? Savol berayotgan jo'jalarni olib tashlash kerak. Ha, shunaqa-da, o'sha maqsad shu. Qanday jo'jalarni? Ha. Muammo shuni jo'ja boshini ko'tarib, atrofga qarab, hamma joy tuzoq ekanligini tushunmayotganini olib tashlaverish kerak. Kommunizm shu. Bunda muammo bitta joyi bor. Sinishi uchun iqtisodiy tushkunlik emas. Birorta mana SSRlik man degan odamni ko'rganmiz? SSRlik man degan odam? Ha. SSRlik man degan millat shakllantira olmadi ular. Ya'ni SSR davlat sifatida bor edi, lekin SSRning davlat sifatida fuqarosi yo'q edi. Ya'ni men SSRlikman deb aytadigan odam bo'lmadi. Qo'pol qilib aytganda davlat mavjud bo'lsa-yu, unga suyanadigan xalqi bo'lmasa, davlatga suyanadigan xalqi bo'lmasa, bu tabiiyki parchalanib ketadi. Muammo og'riqli tomoni shundada, xalqiga suyanmaydigan davlat bo'lsa, bitta qiyinchilikda qochib ketadi. Misol uchun Koreyada 97-98-yilda iqtisodiy inqiroz bo'ldi. Koreya davlati xalqiga murojaat qildi. Og'aynilar, bizda mana shuncha qarzimiz bor. Biz hozir iqtisodiy inqirozdamiz. Yordam bersanglar, ertaga hammasi yaxshi ketadi. Koreys xalqi oxirgi sirg'asigacha yetib berdi. Xalqiga suyandi, xalq olib chiqib ketdi va davlat kam bo'lgani yo'q, hozir zo'r. Misol uchun SSR o'shanaqa og'ir vaziyatda 203 kilogrammgami qanchagadir tushib qolgan oltin zaxirasi. Xalqqa murojaat qila olmaydigan davrga. Nimaga? Chunki xalq unga suyanmaydi. Xalqi yo'qda chunki. Davlat mavjudmi? Xalqi bo'lmasa qiyindi. SSRni iqtisodiy tushkunligidan olib chiqib ketadigan xalqi bo'lmadi. Germaniya ikkita jahon urushini boshdan o'tkazdi. 2 marta vayron bo'ldi. Lekin ikkalasidan ham oyoqqa turib ketdi. Suyanadigan xalqi bor edi. Chunki orqaga shunday qarab aytayaptiki, og'aynilar, biz hozir bir 5-6 yil ishlaylik. Yana joyga qo'yib olamsiz? Ha, qo'yib oldi haqiqatan. Birinchi jahon urushidan keyin ham tiklandi, ikkinchi jahon urushidan keyin ham tiklandi. Nimaga? Chunki orqada suyanadigan xalqi bor. Suyanadigan xalqi bo'lmasa, sun'iy munosabatlar ustiga qurilgan bo'lsa, balandparvoz gaplar ustiga qurilgan bo'lsa, biz xalqlar do'stligiga ishonamiz deydigan bo'lsa, lekin aslida bo'lmasa u narsa foydasi yo'q. Bitta qiyin og'irlikda yo'qib ketadi. Qo'pol qilib aytganda bu odamga o'xshaydi. Bu kar o'rtoq ko'p bo'ladi-yu. O'zim turib beraman, og'ayni boraveraylik urushga deydi. O'sha paytda ishgalga borib qolib, telefon qilib chiqib ketadigan odamga o'xshaydi. O'sha og'ir qiyin vaziyat keldi 90-yil, 80-yillarda. Va 80-yilda, 85-yillarda bularda muammo bo'ldi. Afg'oniston urushidagi mag'lubiyatlar, keyin neftning narxining arzonlashib ketishi va qiyin bo'ldi. Xalq o'sha vaqtda ko'tarib ketish kerak edi. Nima qildi? Xalq hozir davrda bularga suyanishdan o'rniga bularni ushlash kerak qattiqroq dedi. Paxta ishi paydo bo'ldi O'zbekistonda o'sha paytda. Gidlyan bilan Ivanov jo'natildi bizga. Paxta ishi to'qib chiqarilib, o'zbeklar paxtani o'g'irlab sotyapti. Ular o'g'ri xalq, yolg'onchi xalq va bizni shu bilan jazolamoqchi bo'lishdi. Keyin nima qildi boshqa davlatlarda? Ozarbayjonda ham, O'zbekiston hududida misol uchun boshqa davlatlarda ko'chirib keltirilgan kam millatli sonli odamlar yashardi. Mesxeti turklar yashardi bizda, Qrim tatarlar yashardi bizda. Hududlarda millatlar o'rtasida muammo keltirib chiqardi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda pastdagilar urushsin, yarashtirish uchun menga qarasin deganda. Ya'ni Mesxeti turk bilan o'zbeklarning urushi shundan kelib chiqdi misol uchun. Va urush bo'lgandan keyin qo'shinni tinchlantirish uchun kerak. Qo'shin kirib keladi-da, bo'ldi, sanam tur, men o'zim qarab turaman, nazorat qilaman. Shunaqa noto'g'ri-ku, ishonmaydi chunki xalq sifatida shakllanganini o'zi ham bilmaydi. Siz o'zingizda oilangizda nimadir muammo bo'lsa, hozir hayotda hech qaysi o'xshamadi, kelajakdagi real ishingizda deylik, oilangizga borasiz, oilangizdan yashirmaysiz-ku.
ayolingizga suyana olmasangiz, otangizga suyana olmasangiz, oyingizga suyana olmasangiz, onangizga yoki bo'lmasa qarindosh urug' aka-ukangizga suyana olmasangiz, u sizning og'ayningizligi qoladimi uni? Sesser suyana olmadi-da. Suyana olmaganlik sababi nimada? Chunki o'zi oila deb shakllangan o'zi his qila olmadi. O'sha uchun sesserni sinishiga eng katta sababchi bo'lgan narsa xalqni shakllantira olmaganlik. Va mana shu deb o'ylayman. Qanaqa qilib, misol uchun, SSRni tasavvur qilganda men ko'pchilikni AQShni tasavvur qilaman-da. AQSh menimcha shu SSR qila olmagan shaklga o'zini olib kelgan davlat-da. Chunki AQSh misol uchun aytaylik, Amerikalikman deya oldiydi oladi. Amerikalikman deydi, ham xitoylik, ham meksikanец, ham O'zbek ham yevropalik, o'zbek o'sha tug'ilsa ham amerikalikman deydi-da. Xuddi shunaqa. Va misol uchun o'sha yevropalik qatlamma 50% ekanda, qolgan odamlari, misol uchun aytaylik 17% qora tanlilar, qolgani misol xitoylik, meksikanец va hokazo hammasi o'zini amerikalikman deyapti-da. Nimani hisobiga? Yaxshi savol, sizga beraman. Mana qarang. Nimani hisobiga? Bitta narsa bilan keladi. Siz o'zingizga qabul qilishingiz uchun nima qilish kerak? Oldin sizni qabul qilish kerak. Mana qo'pol qilib aytganda siz bir uyni o'zingizniki deb qabul qilishingiz uchun uy sizni qabul qilish kerak. Qaysidir soddaroq tushuntirganda Amerika o'sha Ispaniyada ham, lotinlik deylik, misol uchun Meksika hamma tarafini, lotinda ham, afroamerikalikda ham, xitoylikda ham, yoki irlandda ham, yoki yahudiyni ham, yoki boshqasini ham qo'pol qilib aytganda chiqishi mumkin bo'lgan chegaralarni, ijtimoiy liftlarni kesib qo'ymadi millat uchun. Oddiy misol uchun afroamerikalik ham ko'tarilib borish mumkin bo'lgan joyga boshqasi ham borish mumkin edi. Lift yopiq bo'lmagandan keyin sizga eshik ochiq turganini ko'rganingizdan keyin siz ham bu eshikka daxldorman deb o'ylaysiz. Men misol uchun mana Rahim School'ni misol deb narsa aytaman. Azaka o'qituvchi nimadir muammo ko'tarib kelishini rag'batlantirish uchun ya'ni qachon rag'batlantirib ko'tarib keladi? Eshikni olib qo'ymasa. Eshikni olib qo'ymagani hisobiga hamma muammosini ko'tarib boradi. Agar eshikni olib qo'ysa maktab meniki emas deb o'ylaydi. Pul topaman deydi, qanchadir muddat ishlayman deydi, keyin ketadi deydi. Maktab misolida aytyapman. Bu ham xuddi shunaqa. Amerika hammaga eshigini ochib qo'ygan, ko'tarilish mumkin imkoniyat yaratdi. To'g'ri boshda qiyin bo'ldi qora tanlilarga ratsizm masalasida. Lekin bu eshik inglizga ishlamadi, fransuzga ishlamadi, ispanga ishlamadi, misol uchun irlandga ishlamadi, shotlandga ishlamadi, italiyanga ishlamadi. Natijada ular asosini qo'yib berdi baribir. Amerika asosini qo'yib berdi. SSRda esa hukumat tepasiga ko'tarilmoqchi bo'lganlar ko'p slavyanlar edi. Tepa qismga qarang, slavyanlardan chiqmasdi, ortmasdi. Rus, Ukrain, Belarusdan ortib ketmasdi. Tenglik haqida gapirildi, lekin amalda tenglik bo'lmadi. Misol uchun Markaziy Osiyodan birorta bir insonni eng yuqori nuqtaga borish qiyin edi. Juda qiyin edi. Chegaralar qo'yib tashlangan. Misol uchun zo'r bo'lsa o'zining hududida qolardi. O'zining hududiga boshlik mana qilib qo'yardi, lekin SSRni yuqorisiga olmasdi. SSRni yuqorisida yo Rus bo'lardi, yo Ukrain bo'lardi, yo Belarus bo'lardi. Yoki bo'lmasa Kavkaz atrofidagilardan bo'lishi mumkin. Chunki Stalin misol uchun Gruzin bo'lsa. U istisnomamchi bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki u qabul qilib bo'lgan. Undan keyin shaxsiyati. Undan keyingi shaxslarda hech hammasi slavyan bo'lishgan. Mana shuni aytmoqchiman-da. Unday bo'lgandan keyin men qanday qilib uni o'zimniki deb hisoblayman? Chunki men O'zbekistonga bunday qarayapman-da, SSRga qarayapman, SSRda hammasi menga yot bo'lgan inson turibdi. Va men tabiiyki aytaman-da, bu meniki emas deyman-da. O'sha sharoit yaratib bersa-da, erkin qo'yib qo'yganda edi. Chiqishda millat rol o'ynamaganda edi. Shunda davlat sifatida shakllanadi. Amerika bu ishni qila oldi. Amerika migrantlarning hisobiga ko'tarilgani ham xuddi shu hisobiga. Amerikaga borib tug'ilgan bola o'zini amerikalikman deb hisoblayveradi. Va qiynalmaydi ham unga. Uni hisobiga davlat tuzish osonroq. Xo'p, siz fikringiz bo'yicha tarix qayta takrorlandimi doim? Har doim. Qaysi xatolar doim tarixda takrorlanib kelgan va hozir ham takrorlanyapti? Eng kattasi bu hech qachon urush yechim emasligi. Har doim urushga borishgan tarixda insonlar, lekin hech qachon birorta urush bilan tugaganini ko'rmaganman. Urush yechim bergan ko'rmaganman. Hammasi sulh bilan tugagan. Butun tarixda nechta urush bo'lgan bo'lsa, oxiri sulh bilan tugagan. Sulhga borishadi baribir. Xo'p, kelishishga borar ekan, nima qiladi urushib unda desa, o'sha sulhga rozi bo'lish uchun urushadi. Bu jinnilik. Shundan saboq olmaydi, misol uchun. 100 yillik urush ko'raylik, Fransiya bilan Britaniya o'rtasidagi. Oxiri tinchlik shartnomasi bilan tugadi. Birinchi jahon urushi deng, ikkinchi jahon urushi deng, undan oldingi urushlar deng, sulh bilan tugab ketaverdi hammasi. Sulhga borish aniq ekan. Nima qiladi urushib unda desangiz, o'shani tushunib yetish uchun. Keyin tarixda shunaqa yomon bir g'alati takrorlar bor, birga bir qaytariladi.
misol uchun soddaloq qilib tushuntirayotgan bo'lsam, mana bu Birinchi jahon bilan Ikkinchi jahon urushidagi voqeliklarga nazar solsangiz, 1901-1903 yilda 1-2 yil adashishi mumkin. Iqtisodiy inqiroz bo'lgan. Iqtisodiy inqiroz sodir bo'lgan vaqtda odamlar Velika depressiya. Yo'q, u 1929-33 bo'lgan. 32. U harakati boshqa. Bu boshlanishi bo'lgan. Keyin virus tarqalgan o'sha vaqtda. Ispan virusi, epidemiya. Va o'sha epidemiyalarga insonda immunitet tushib ketadi. O'zimdan e'tibor bersangiz, mana yaqinda o'zimiz boshimizdan o'tkazgan narsa. Koronavirusda insoniyat oqibatni O harfini ushlab qoldida, qolgan tashlab yubordi. Nimaga desa, o'zini hayoti qimmatga tushadi insonga. O'sha hayot qimmatga tushgandan keyin insondan sal uzoqlashadi. Iqtisodiy inqirozda esa inson eng katta og'riqni ko'radi. Ya'ni bo'lib turib bera olmaydi. Soddaroq tushuntirsa, ikkita nonni ko'tarib ketyapti, yo'qda tanishi och kelyapti. Ikkita nonni bersa, bitta bolasi och qoladi. Bu nonni bera olmaydi. Xola-xol so'rab ketadi. Bu ikki tomon uchun ham og'riq. Ayniqsa non ko'tarib ketgan odam uchun og'riq. Va u bilan bo'lgan aloqalarda o'zini azoblashni boshlaydi. Nimaga buni olib kelyapman desa, o'sha iqtisodiy inqiroz, o'sha krizislardan keyin dunyo Birinchi jahon urushiga borib qoldi. Birinchi jahon urushiga bu narsa yetaklagani yo'q, faqat odamlarni buni oddiy qabul qilishiga sababchi bo'ldi. O'sha viruslar, xatti-harakatlardagi narsa insonni o'zi bilan o'zini ovora qilib qo'yadi. Qo'pol qilib aytganda, o'lim bilan o'ynashib turgan vaqtingizda sog'lig'ingizda muammo bo'lsa, qo'shningiz uyidagi janjalga ishingiz bo'lmaydi. Tinchgina o'zim sog'lig'imni ko'ray deysiz. Va Birinchi jahon urushiga olib bordi bu narsa. Ikkinchi jahon urushida ham misol uchun o'sha ptichiy gripp deydi, undan keyingi iqtisodiy inqiroz deydi va bu inqirozlarning hammasi insonni kollektiv harakatlanishni susaytirib qo'ydi. Ya'ni hammani individual qilib qo'yadi. Qo'pol qilib aytganda, siz odamlardan uzoqda o'zingizni tinchingiz bilan yashashga o'tib qoldi. Natijada odamlar yana kollektiv qarshilik ko'rsata olmay qoldi. Hozir 3-jahon urushi boshlanyapti demoqchi emasman. Hozir ham ba'zi bir dunyoda bo'ladigan voqealar, urushlarga odamlarning kollektiv reaksiya bildira olmasligi sababchi bo'lyapti deb o'ylayman. Nimaga desa, chunki odamlar ancha individual bo'lib ketib qoldi. Hamma o'zini qoshig'i va o'zini kosasi haqida o'ylayapti. Va shunga olib boryapti. Misol uchun Rus-Ukrain harakati bilan qisqa muddat uchun va Gitlerni Chexoslovakiyacha bo'lgan hududini solishtirsa ham tarix bir xil takrorlanadi. Misol uchun Gitler Sudetni so'raydi. Nemislar yashaydi-ku bu yerda. Bizga beringlar deydi va kirib keladi. Va o'sha vaqtda Britaniya bilan Fransiya birinchi rosa yordam berib turadi Chexoslovakiyaga. Keyin Myunxen shartnomasida konferensiyasida keladida aytadi. Chexoslovakiyani ol, biz mayli senga tegmaymiz. Shunda to'xta. To'xta deydi. Qo'pol qilib aytganda, shunga borgandan keyin to'xtadimi? O'sha Sudetni berdi, keyin Chexoslovakiyani so'radi, keyin Chexoslovakiyani ham oldi, keyin yana davom etib ketdi. Bunda ham hozir misol uchun bo'layotgan jarayonda Qrim masalasini hamma orqa planga otib yubordi, misol uchun, endi. Bitta suveren davlatning hududini boshqa davlat anneksiya qilib olsa, hamma ko'z yumoradigan davrga keldi. Hech kimning esida yo'q 2014-yilda nima bo'lgan. Misol uchun o'zi boshlanish nuqta o'sha. Hech kimga qiziq emas hozir Qrim. Hammaga qiziq hozir Ukraina, Rossiya. Hozir Ukraina o'zi ham oxir rozi bo'ladi-da. Qrim kerak emas, tinchgina kelishib olaylik degan joygacha boradi. Lekin hozir yana hududlar olinadi. Ham Donbass olinadi, bu yoqqa ketdi, keyin Lugansk olinadi. Xarkovgacha ketar, balki Donetsk ham olinar. Bu holatlarni yomon nimasi yomon degan bo'lsangiz, bu ham takror. Xuddi shu holatda takror. Birga bir takror. Xulosa olinmagan takror. Misol uchun Amerikani o'zida misol uchun Koreyada ikkitagi urush jarayonida, Koreys urushidagi xatti-harakatlari, Vyetnam urushidagi xatti-harakatlari, oxirdagi Afg'onistondagi urush xatti-harakatlari hammasi bir-biriga sipochkadek bog'lanib ketgan, zanjir yotibdi. Birga bir takrorlagan. Bir xil ssenariy, bir xil jarayonda olib ketgan. Ya'ni urush yechim emas. Yechim emas. Nima yechim unda? Diplomatiyami? Diplomatiya ishlamaydi-da. Bitta narsa yechim. Urushga bo'ladigan davrga bormaslikning eng yaxshi yo'li urushni paydo qiladigan oqibat sabab olib tashlash kerak. Bu yer masalasi, bu mulk masalasi va bu ikkalasi doimiy harakatlantiradi. Resurslar. Ya'ni urush doimiy resurslarda bo'ladi. Shuning uchun resurs umumiylashtirish kerak. Resursdan hamma manfaatdor bo'lish kerak. Resursni cheklash kerak emas. Kimdir 5G dan foydalansa yoki kimdir 2G dan foydalansa, hamma 5G ning oldiga chopadi-da. Qanaqa qilib bunaqa qilamiz? Agar misol uchun har bitta davlat aytaylik, mana rivojlangan davlatlar aytaylik Yevropa va AQSh. AQSh darajasida har bitta odam yashasa, agar resurslarni biz umumiylashtirsak-da, yetmaydi bizda. Resurs yetmaydi. Qo'rqinch bor shunaqa katta. Bu Maltusda bitta zo'r anonsi bor-da. Maltus tuzog'i degan narsa bor. Maltus bu odam 18-19-asrda yashagan faylasuf. Shunday bitta fikri bor-da. Arifmetik va geometrik progressiyani bilasiz? Arifmetik progressiya 2 + 2, geometrik 2 ko'paytirilgan 2 bo'ldi. Odamzod deydi, arifmetik progressiyada o'sib ketadi deydi.
geometrik progressiyada o'sib ketadi deydi. Oziq-ovqat va resurslar arifmetikda o'sadi deydi va bir nuqtaga borgandan keyin yetmay qoladi. Shuning uchun deydi, yo epidemiyalar, viruslar, urushlar insonni qisqartirib turish kerak deydi-da. Zo'r teoriya bu va qo'rqinchli teoriya bu. Men konspirologiyaga ishonmayman. Men ham ishonmayman bunga. Men bu konspirologiya desa o'zi mana oyog'im ko'tarib qochib ketaman. Tabiiy kelishiga ishonaman, masalan, viruslar doim bo'lgan. Buni men boshqa narsada aytmoqchiman, qarang. Resurs yetmasligi boshqa masala. Resursning umumiyligi boshqa narsa. Hozir nima bizda status? Jamiyatda, masalan, hozir nimada urush keltirib chiqaryapti? Rossiya nima uchun bordi? Resurs yetmaganligidan boryaptimi? Yo'q, men tabiiy yer yetmagandan boryaptimi? Yer ham bitta bo'lyapti-ku. Nimani hisobiga boryapti? Men bilgan sabab, ya'ni NATO yaqinlashib qoldi. NATO yaqinlashayotganligini, xavfsizligini ta'minlab berish. Men boshqacharoq o'ylagan status deyman. Men qo'polroq qilib aytayotgan bo'lsa, status tushunchasi. Dunyo shu darajada qutblashib ketdiki, dunyoning siyosatini belgilovchi mamlakatlarni ikkitaligi yo uchtaligi deylik, Xitoy bilan Amerikani qo'lida. Dunyoning hozirgi kunda mamlakatida eng asosiy resurs nima desa, informatsiya, ma'lumot. Va bu ma'lumotlarning eng katta oqimini nazorat qiluvchi kompaniyalarning har bittasi yo Amerikada, yo Xitoyda, yo boshqa joyda. Lekin Rossiyada emas. Va bu real Rossiyani tushirib qolish xavfini his qildiryapti. Siz bir umr diqqat markazida bo'lib turasiz, lekin diqqat markazidan tushib qoldingiz. O'yin qoidasini o'zgartirishingiz kerak. Men shunaqa deb o'ylayman buni. Chunki hozirgi kunda asosiy resurs nima desa, bu odamning diqqati. Siz bilan men diqqatim bu asosiy resurs. Qancha odamni ko'p diqqatini ushlab tursak, shuncha ko'p daromadga ega bo'lamiz. Short tomosha qilar, YouTube'da biror nima tomosha qilar, yoki muzika eshitar, yoki kino ko'rar, yoki nimadir qilar, diqqat orqali pul qilyapti hamma. Va diqqatni ushlovchi hamma funksional vazifalarni bajaradigan kompaniyalar yo G'arbda, yo Xitoyda bo'ldi. Yo'q, Hindiston ham bunda masalada yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin Rossiya emas. Tabiiyki nima bo'ladi desa, status tushib ketyapti va shunga harakat ketyapti. Endi shu diqqat uchun urush bo'lyaptimi? Endi odamlar kerak ko'proq aytganda. Va o'sha uchun boshlanayotgan harakat bu. Va insonda bunda bitta zo'r gapi bor-ku. Urushlar endi poligonlarda emas, bu mafkuralarda bo'ladi, miyada bo'ladi. Hozir shunga o'xshab ketyapti. Qo'pol qilib aytgan, siz bilan meni miyam uchun urush bo'lyapti. Soddaroq aytganda, men qancha ko'p narsa ko'rsam, ular qozoniga shuncha pul tashiyman men. Men qo'pol qilib aytgan, vaqt bilan pul to'laydigan zamon keldi hozir buni olganda. Va mehnatim bilan pul to'lamayman yoki bo'lmasa yaratgan narsam bilan to'lamayman. Ya'ni aqliy mehnatim bilan ham to'lamayman. Menga o'n alam qilayotganlik. Shunchaki ko'zim bilan to'layman mehnatni. Ko'zimni band qilib tursam, quloqimni band qilib tursam bo'ldi, ular maza qiladi. Va ko'z bilan quloqqa esa ko'proq odam kerak. Shuning uchun resurs yetmaydi degan narsa bu yerda resurs aslida o'sha resurs uchun kurash ketyapti, odam resursi uchun. Resurslar masalasi menimcha oldin bo'lgan, chunki oldin resurslar kamidi rostdan, hozir ko'paygan. Ya'ni pirog doim bir xil bo'lganda, tort. Tortni o'zini o'stirish mumkinligi haqida o'ylanmasida, sizni bo'ligingizni olib qo'yish bunday maqsad. Hozir esa biz endi nimani ko'ryapmiz? Misol uchun ko'pincha men nimasiga qo'shilmayman, aytaylik, davlatlar o'sha hayotini solishtirayotganda G'arbdan mana rivojlanayotgan G'arb deb o'shdan misol keltiriladi, lekin men o'tdagi holatni o'rganib chiqib, yaxshi ham O'zbekistonda ekanmiz deyman-da. Sababi o'tdagi demografik masalalar ertami-kech bizga yetib keladi. Davlat rivojlanyapti, lekin aholining o'rta yoshi katta bo'lib ketyapti. O'zbekiston 27 yosh bo'lsa, misol uchun rivojlangan Yaponiya yoki Germaniya, Italiyada 48 ekanda. Ya'ni men o'ylab qoldim, men ko'chaga chiqsam ko'pincha o'zim tengdoshlarimni ko'raman-da, chiroyli odamlar, yosh yigitlar, qizlar va hokazo. Harakati bor odamlar. Ha, o'tda esa tasavvur qiling, ko'chaga chiqib olasiz, o'rtacha yosh katta odamlarni ko'ryapsiz-da. Endi u yosh katta odamlar hududimi hamman. Lekin yoshlar chiroyli, boshqacha manzara. Va hokazo. Keyin oilaga, masalan, eng katta muammo Koreyada ekan. Rivojlangan, biz ko'p misol keltiradigan Koreyada 0.8 bitta oilaga farzandlarning soni to'g'ri keladigan-da. Yevropada ham 1. Bu nima degani? O'rtacha, ya'ni har bitta avlodda 1,5 barobar qirilib ketyapti-da bular. Demografiya tushyapti pastga. Demografiya tushib ketyapti-da, odamlar kamayib ketyapti va Rossiyada ham bu muammo 1.4 ekan. Rossiyada hozir. Shuning uchun ham ularda 3-farzandga adashmasam, ipotekani arzonlashtirilgan varianti ko'p narsa taklif beriladi. Deputatlar asosiy masalasi iltimos ko'payinglar va bu masalada biz Xudoga shukr birdamiz, yaxshi ketyapmiz. Biz yaxshi ketyapmiz, lekin bu yaxshimi yomonmi? Mana rivojlanayotgan davlatda bu demografiya zo'r bo'lyapti-da. Mana qo'pol qilib aytganda, mana diqqat dedik-ku,
odam baribir kimdir mehnat qilish kerakda. Mehnat qilmasa bo'lmaydi. Lekin mehnatning funksional vazifalari o'zgarib boryapti-da. Qancha yengillashib boraversa, shuncha odam yotag'on bo'ladi deydi. Yuki qancha yengil kelsa, eshakning shuncha yotag'on bo'ladi deganga o'xshab. Ulardagi qancha yukning yengil kelishi harakatsizlikka olib kelyapti. Demografiya zo'rligi yaxshi, lekin og'riq bor. Demografiya bilan birga keladigan muammolarni ham yechishimiz kerak desa, boya aytdik biz, qancha tiqilinch bo'lsa, hayot uchun kurash shuncha kuchayadi. Gonkongda misol uchun tiqilinch darajasi boshqa bitta joydagidan ko'proq bo'lishi mumkin, lekin rivojlanish ham shunga yarasha bo'ladi. Misol uchun siz o'zingiz borib ko'rgansiz, adashmasam, Xitoyda o'qiganman. Ha, ulardagi mana zichlikda men bugun harakatlanmasdan ham yashab ketishim qiyin masalada. Nimadir qilib doim yurmasam, bitta xitoylik misol uchun inglizlarga ism topib berib tirikchilik qilar ekan. Shuni o'ylab topganda, misol uchun hozir Xitoyga birorta ingliz keladi, shunga ism topib bersam, qanchadir pul olar ekan. Shuni ham misol uchun o'ylab topganda u qo'pol qilib aytganda yashash uchun hamma funksionalni ishlatib ko'radi. Hamma vazifasini ishlatadi. Shuning uchun ko'payish aslida muammo emas, yechim bo'lib qoladi. Bizda ko'p bo'lsa, lekin haddan ortiq ko'p bo'lsa-yu va ijtimoiy mana bular ishlamasa, davlat strukturasi umuman ishlamay qolsa, unda Bangladeshga o'xshab qolamiz. Bu zarar. Bu yomon. Bu yomon, chunki Bangladeshga o'xshab qolsa, keyin tizim ishlamaydi ularda. Bizda unaqa emas-da. Bizda umumiy tarixda doim tariximiz bir nuqtasida doim bitta ko'tarilish nuqtasi bo'lgan har doim. Har bir asrda 100 yillikda bitta ko'tarilish bo'lgan. Hech qaysi asrni olib to'liq cho'kib qolgan asrni topish qiyin. Bir asrimizda mana 100 yillik ko'raveraylik, 19-20 qaytib ketaveraylik, bitta asrda bitta boom bo'lavergan. Va bitta boom bo'lavergan. Mana shu boom baribir bo'ladi qachondir, lekin muammo shundaki, o'shani ushlab qolish. Biz hech qachon ko'tarilgandan keyin ushlab qolmaganmiz. Timur misol uchun eng katta boom edi bizda. Eng katta sakrash edi. Va o'sha sakrashni ushlab qolmaganmiz. O'shani ushlab qola olish masalasi bor bizda. Demografiya bizda bunda plyusga ishlaydi, minusdan ko'ra. Mana shu hozir ko'pchilikda qo'rqinch bor-ku Xitoy masalasida. Xitoy mana shu demografiyadan unumli foydalanyapti. Hozirgi kunda o'zini aholisini eksport qilyapti, qo'pol qilib aytganda. Bu uchun plyus bo'lyapti. Bir paytlar Xitoy bitta oilaga bitta farzand bilan yashardi. Hozir va mana shu qaror noto'g'ri bo'lganligini hozir yetib kelishyapti. Uni tushunishyapti. Iltimos, bolali bo'linglar deyishyapti-da. Men hayron qolardim. Misol uchun oldin aytaylik, qanaqadir ilm-fan bo'yicha YouTube bloglarni kuzatsak yoki televizorda ko'pincha mana shu odamlar ko'p bo'lib ketishi masalasi ko'tarilardi-da. Rejalashtiringlar. Ya'ni odam ko'p bo'lib ketadi, ustiga yetmaydi-da. Hozir boshqa masala paydo bo'lgan ekan. Ya'ni odamlar yetishmayapti. Shunaqa. Odam, ya'ni hozir biz 8 milliard bo'lsa, aytaylik 10 milliarddan keyin pastga tushishni boshlayotganmiz. O'zi shunaqa aytildi. Prognozda ham shunaqa aytishdi-ku. Shuncha aytmoqchi bo'lganim, hozir yer ko'tara olmaydi degandan ko'ra, boshqa resursni topish imkoniyati ko'proq bo'lardi. 10 milliard bo'lganingizdan keyin 10 milliarddan hech bo'lmasa bitta milliarddan bittasi chiqar, 10 milliarddan bitta kalla chiqar, hech bo'lmasa qanaqa qilib bo'lsa, misol uchun koinot bu uzoq fantaziya yo'q boshqa narsa emasdi. Koinot bu fantaziya emasdi va bitta resurs emasdi bu. Yerdan tashqari resurs ko'pdi va hali hayotning davomi, quyoshning portlashi, misol uchun ilmiy nuqtai nazardan olsangiz, hali uzoqmi? Milliard yil bormi? Demak, inson yorug'lik tezligini hali tasavvur qila olmagandi 19, 17, 16-asrlarda, lekin 20 ga borib buni haqiqat qildimi? Xo'p, hozir nimaga bir hududdan ikkinchi hududga, misol uchun eng plyusi, ana bu Musk bilan Trump juftligining eng katta plyusi, misol uchun Marsga pul tikish masalasi. O'sha amalga oshsa, misol uchun, bu yoqdan ham resurs olasiz. Resurs olish imkoniyatini yaratish o'rniga uni ushlab turishga qiziqish plyusga ishlamaydi. Misol uchun o'sha kommunizm nima qilgan, misol uchun resurslarni yetish uchun hammaga bo'lib beradi kartochka tizimi bilan. Senga buncha beraman, senga buncha beraman. Lekin savolda qanaqa qilib aniqlaysiz kimga qancha kerakligini? Og'riq ham shunda-da. Shunda muammo. Bu ana konformistik ruhiyat deydi, loqaydlik deydi. Sizga shuncha kerak bo'ldi, qabul qiling-da. U alam qiladigan narsasi bo'lgan o'sha davrda muammo. 20 soat ishlaydigan ham, 10 soat ishlaydiganga ham bitta odam o'zini subyektiv qarori bilan chiqarib oladi. Ya'ni turadi shunday qaraydi, yo bunga berishim kerak. Bu yomon, noto'g'ri narsa. Hozir ham xuddi shu jarayonga aqliy emas, mana hissiy emas, aqliy yetib borish uchun odamlarning o'zini hayot kurashiga qo'yib yuborish kerak. Bozorni shakllantiradigan narsa talab bilan taklifmi? Bo'ldi, talab bilan taklifni qo'yib yuborish kerak. O'zi olib chiqadi keyin. Shuning uchun demografiya xavf emas bizga o'xshagan mamlakatlar uchun. Chunki bu yechim bo'lishi mumkin. Chunki rivojlangan mamlakatlar hammasiga qo'pol qilib aytganda biz kerakmizda. Hozir shunaqa bo'lib qoldi, ha. Biz kerakmiz. Lekin bundan o'ylab qarasa, biz ham unchalik ko'p emas ekanmiz-da. Misol uchun bu Xitoy bitta provinsiyasi. Bangladesh bilan solishtirsak ham hech qancha emasmiz. Bangladesh qancha? 300 million. Uniki ham shu 200 dan yuqori 300 ga borib qoladi. Kichkinada hududi. Bizdan ancha katta. Yaponiya ham uchun 120 mi? Shu atrofda. Ha, 130. Biz bilan hudud nuqtai nazaridan bunday solishtirib ko'rsa, salkam kichkinaroq.
Lekin hududi bizdan ko'proq. Demografiya hozir biz uchun qo'rqinchli emas demoqchiman-da. Da. U endi 1,5 milliard misol uchun Xitoyda ko'p odamni tuyuladi-ku, lekin hozir 2050-yil eng katta muammo aholisidan yarmisidan ko'pi pensioner. Ketadi. Va o'sha pensiyalarni topish uchun yetarli darajada odamlar yo'q. Shuning uchun ko'pchilik Soliq to'lovchi yo'q boshqa. soliq to'lovchilar kam. Shuning uchun robotizatsiyani o'ylashyapti va mana shu demografik masala qanaqa yechish bilmayapti, chunki 80-yillarda odam ko'p edi, yoshlar ko'p edi. Shuning uchun cheklovlar qo'yishgan. Xo'p, qarang, bitta cheklov ikkinchi muammoni olib kelib berdi. U o'sha qisqa muddatli yechim bo'lganda. U payt rostdan hamma ishonardi shu masalaga, ya'ni odam ko'p bo'lib ketardi. Shuning uchun cheklashimiz kerak hokazo. Demak, Hindiston to'g'ri qilgan ekan o'sha paytda. Mana Indira Gandhi bo'lgan, Javaharlal Neruni qizi, shu Hindistonning prezidenti bo'lib boshqargan paytda u ham shu kirgizmoqchi bo'lgan. Hindlarni, bitta oilaga bitta farzand. Butun Hind ko'tarilganda, hindlar o'shanda bu g'oyani inkor qilib tashlagan. Va bu hozir 100% to'g'ri bo'lib qoldi. 2100-yilga Hindiston katta ehtimol bilan birinchi Xitoy bo'ladi. O'sha payt to'g'ri. Hali taxminlar shunaqa. Endi men ko'rayotgan iqtisodiy mutaxassislar shunaqa deyishyapti. Men shunaqa bo'ladi. Odam qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, chunki ba'zi davlatlar rostdan o'lib yotibdi. Eng katta muammo mana biz Janubiy Koreyada ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun rivojlangan deydigan Kanadani o'zida ham odam yetmaydi. Masalan, 35 million aholisi bor. Qayerda? Kanadada. Kanada masala. Hudud dahshat. Hudud juda ham hudud katta. Uni ham o'zlashtirishga ko'p narsa ketish mumkin bemalol, lekin aholi kam ularda ham. Bu ham muammo aytganingizdek. Yerni, ya'ni yer sharini kelajakda qanaqa tarix kutib o'tiribdi? Biz hozir yashayotgan davrlar bizning bolalarimizga tarix deb ko'rsatiladimi? Tasavvur qila olasizlarmi? Mana shu payt shunaqa narsalar bo'lgan deb aytiladigan narsalar bo'lyaptimi hozir? Men 100% shunaqa deyman. Biz hozir real tarixni ko'ryapmiz-da va eng tarixda burilish nuqtasini ko'ryapmiz. Asrni eng katta voqeasini ko'ryapmiz. Menimcha boshdan kechiryapmiz. Birinchi boshdan kechirganimiz bu koronavirusda o'zi. Bu asrga aytadigan katta tarix edi. Yer shari hozirgidan ko'ra ancha xoslashadi, harakat kamayadi deb o'ylayman. Asrning oxiriga borib harakat kamayib ketadi. Nimani hisobiga desa, hozir inson shu vaqtgacha harakatni hisobidan daromad topardi. Hozir harakatsizlikni hisobidan daromad topyapti. Demak, harakatsizlik hisobidan daromad topyaptimi? Inson qancha ko'p bo'lsa ham o'zini to'rtburchak xonasidan chiqmasdan turib butun hayotini o'tkazadigan davrga qadam qo'yapmiz. Va 90-yilga borsin, ana 100ga borsin, asr oxiriga borsin, siz bilan men utopiya bo'lib qolamiz. Bir hududdan ikkinchi hududga yugurib yurganimiz yoki peshkom yurganimiz yoki aynalib yurganligimiz. Nimaga desa, chunki ular harakatsizlikka o'tirib qoladi deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda boshlangan narsa eshigin tagida yeydigan narsasini olib kelib berishyapti-da. Bu yomon demoqchi emasman. 2 minut qolibdi-da kamerada. Tezroq gapni tugatish kerak ekan, zo'r. Umumiy holatda aytmoqchi bo'lgan narsam, tarixni ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz, lekin o'zgaradigan eng bitta tarixi bor, nuqtasi bor. Siz bilan men o'rgangan hayot boshqa bo'ladi endi. Va tarix ham boshqacha yoziladi. Bitta gap bor-ku, otangiz sizni tarbiya qilgan usulda bolangizni tarbiyalamang, otangiz sizni tarbiyalagan dunyo boshqa yo'q. Zamon va makonga qarab ketish kerak. Yo'q, zamon o'zgaradi, yo'q makon o'zgaradi. Va buni ko'ramiz. Tushunarli. Kelganingiz uchun rahmat. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Siz bilan ham soatlar davomida biz suhbatlashib o'tira olamiz. Asoschilik podkast do'stlar, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, fikrlaringizni izohlarga qoldiringlar va albatta birovlarga tavsiya qilinglar bizani. Salomat bo'linglar, xayr.